Assalamu alaykum. Dünyanın arkadaşları yaşayotgan muhterem vatandaşlar. Hemmelerge Allah'ın salamı, rahmeti bolğay, pidaylar. Ekrana hoş geldinglar. Körüyotganlar her haftanın düşenbe günlüki bir saat, bir dersden davam kılıvatkan Kur'an'dan nazar programmasının 91. saati. Bugün diqqatinglarga olamlarga nima rahmat degan temadagi darsni sunamiz. Çünkü ortalıkta bir kur nazar borki, miyaga qaramayaga degizvetgidek darajada odamni jil qilib qolgan bag'irajlik bor. Bilmayotganlar izlanmayotgan, izlanmay qarshisiga agishga ko'nib ketganligi sababi tufaylidan o'zi cho'ng bilganlarning orqasidan ketaylik, ammo bilayotganlar qasddan yo'shirib yoki burmilaqliq. Bugun diqqatinglarga shu sunmoqchi bo'lgan programma orqali zaten alemlerge rahmet kılıp evetilgen neyse Kur'an mı ya ki Muhammed Aleyhisselam. Bunları iniq bir düşünceye kiliş için bir tema oldu. Tıqtanlarga dikkat verişini sorayımız. Dostlar tavsiye ettik bu vesileyle ekranımızda Kerim Zahir efendim. Selamun aleyküm ustaz, hoş geldin. Aleykümselam. Qanday ahvallar Cimantullah? Yaxshi, Allohga shukr. Abdulaziz birodar yo'lda o'xshaydi. Sal kechikib qoldi ekan, mana ko'rman do'stlarga vaqt qolmaslik uchun, saqlatib qo'ymaslik uchun men boshlaverdim. To'g'ri tushundim deb o'ylayman. Birozdan keyin kelsa orqa chekinib ketdi. Xo'sh, bayatım deganimizdek, bugungi programmada olamlarga zaten nima rahmat qilingan degan temada dars qilgan bo'ldik. Marhamat. Assalomu alaykum dunyoning aqos joylari, hurmatli qarindoshlar. Hammalarniki har vaqti xayrli bo'lsin. Bizda burun qadr kechisi to'g'riliq to'xtalgan nima darslarimiz bo'ldi. Nurg'un uningga qarta shundaq nimalar bo'ldi. Endi shuning o'zida qadr kechisi to'g'riliq to'xtalgan vaqtidami? Hozirchilik bizning xalqimiz qadr kechisini nihoyat ulug' bir kecha. Ramazonda o'z Qur'on tushganligi uchun Ramazon nihoyat ulug' bir oy deb shundoq tushunadi. Xuddi shuningga o'xshash Muhammad alayhissalom dunyoga rahmat qilib berilgan deb hozir shundoq tushunish bor. Shu qadr kechisi Ramazon oyi to'g'riliq to'xtalgan vaqtdami? Ramazon oyi emas, u yerdagi o'z ulug' bo'lgan narsa shu Ramazon oyida tushirilgan Qur'oni Karim. Qadr kechisi ulug' emas, qadr kechisi tushirilgan Qur'oni Karim ulug'. Deb biz davomli Qur'onni markaz qilib shundoq o'zi so'zlayotimiz. Agar u kechida, masalan, qadr kechisida Qur'on tushmagan bo'lsa, u kechining hech qanday ahamiyati bo'lmaydi, normal kecha o'xshashi bo'ladi, xalqlar shundoq tushunadi. Hozir bu shundoq tushunishi nihoyat yaxshi. Ya'ni normal bir kechaga o'xshashli narsa, o'xshashli bir kecha. Ammo faqat shu kecha tushgan Qur'on bizga ulug' bo'lgan narsa bu, bizga yo'l ko'rsatgan narsa deb tushunishi. Xuddi shunga o'xshash payg'ambar alayhissalomni bu odatda bizga o'xshashli odam. Ya'ni surasida bor bu nima qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun vahid degan oyatning o'zidami ularga men sizlarga o'xshashli bir odam. Mana faqatla Allohdan, yana faqat bir Allohdan vahiy keladi deb ashun dadiylikda. Demakchi bo'lgan narsa nima degan vaqtida shu Sura Anbiyoniki 107-oyatning o'zi va ma arsalnaki illa rahmatan lil alamin degan shu oyatni hozirgi jamiyatda bizniki diniy olimlarimiz, nurg'un sohadagi diniy olimlarimiz masalan shu fiqh o'qisin yoki nima tafsir o'qisin, undan keyin boshqa millatdan bo'lgan diniy olimlarning ko'pinchisi shu payg'ambar alayhissalomni dunyoga rahmat qilib berganligi haqida nima qildi endi so'zlaydi va u sababdan payg'ambar alayhissalom nihoyat ulug' bir inson deb shunday qaraydi. Ammo Qur'on qanday qaraydi degan vaqtda payg'ambar alayhissalomni odatdagi shu vaqtdagi arablarning ichidan bo'lgan bir arab ekanligini, odatdagi arablar qanday bo'lsa shunday bir odatdagi bir inson ekanligini, faqat uningga kelgan bir vahiyning borligini, Allohning bir vahiyning borligini, farqi bu yerda ekanligini. Xuddi aramizda 30 odam bo'lsa, 30 odamning hammasi o'xshash, o'ttirdi bir odamni
Şu 30 adamı 25 saylap koysa, onun da bir 25'lik bir hukuku bo'lgan o'xshashlar bir hamda bir narsa hamda. Xuddi shunga o'xshash Payg'ambar alayhissalomga payg'ambarlik vazifasi berilgan bir kishi hamda. Bu oyatdagi rahmatan lil alamin, olamlarga rahmat qilib ebadoq deyishlik sabab nima degan vaqtda? Bu yerda payg'ambar alayhissalomni olamlarga rahmat qilib ebamaklik amaliyotda payg'ambar alayhissalomga ebagan tushirgan kitobni olamlarga rahmat qilib eberdik. Kitob butun olamga rahmat. Butun dunyoga madax etgan vaqtida. Bu haqda bu rahmatning o'zini Allohning kitobi deb undaq tushunishga boshqa bir o'zi oyatlar bormi buni dalil qiladigan deb o'zi ba'zi qarindoshlarimiz bundaqmi savol qo'yishi mumkin. Bu Qur'onni Alloh taolo Qur'oni Karimda o'sha kitobning o'zini har xil shaklda har xil nom bilan atagan. Ba'zi yerda hidoyat deb atagan, ba'zi yerda sirotal mustaqim deb atagan, ba'zi yerda ne'mat deb atagan, ba'zi yerda rahmat deb atagan. Misol Sura Ali Imrondagi 159-oyatida Fabima rahmatin minallohi linta lahum degandagi rahmatning o'zi kitob, Allohning kitobi. Allohning kitobi orqali ular nihoyat o'zi muloyim bo'lding deydi Alloh taolo. U nima degan vaqtda Allohning kitobi insonlarga haqiqiy insonlikni o'rgatadi. Velav kunta fazzan g'alizal qalbi lanfazzu min havlik deganning o'zimi agar sen qo'pol, arablar qo'pol bir millat-ku. Qo'pol arablar o'xshashlar u payg'ambar alayhisalom bir arab bo'lgandan keyin shunda qo'pol burunqi mijozing qo'shganda bo'lgan bo'lsang, ular sening atrofingga to'planmagan bo'ladi. Atrofingda qochib ketgan bo'ladi ular. Sen Alloh taoloniki kitobi bo'lgan, rahmati bo'lgan Allohning bu kitobidan sen axloqni o'rganib, ilmni o'rganganliging uchun u yerdagi axloq bu atrofingdagi insonlarning o'zini atrofingga to'planishiga sabab bo'ldi. Bu yerda sening jisming emas, o sening atrofingga to'planish sabab bo'lgan narsa nima degan vaqtida Allohning rahmatidan iborat Allohning kitobi degan gap. Misal hozirgi zamondami nurg'unlar misollar bor. O'z vaqtida Ikkinchi dunyo urushidagi va Gitlerni misol olsak, bir notiq bir odamning o'zi o'ttirib chiqib, xalqniki xo'sh yoqadigan, xalqqa o'zi maqsad qilayotgan bir narsaning o'zini o'ttirib qo'yib, shunda o'zi bo'shni qilishimiz lozim. Ko'k deb xalqning manfaati uchun so'zlagan vaqtda xalqning hammasi uning atrofiga yig'ilgan gap. Xuddi shunga o'xshashlar Payg'ambar alayhissalom insoniyatning manfaati uchun, atrofdagi insonlarning manfaati uchun, ularning yaxshi bo'lishi uchun tavsiya qiladigan, shundaq bir esil bir o'zi go'zal axloqni o'rgatadigan bundaq bir kitobning o'zini so'zlagandan keyin Payg'ambar alayhissalomning atrofiga ular shu kitobning sababi bilan Payg'ambar alayhissalomga tushirilgan shu Allohning kitobi Qur'oni Karimning sababi bilan atrofiga yig'ilganlikning o'zini mana Sura Al-Imronning 59-oyatida mana shuni bayon qildi. Yani Sura Fatiha'niki 7-oyatida ma Sıratal ladina an'amta alayhim gayril mağdubi alayhim veleddallin degan mush oyatning o'zida nima deydi desa, aşağıdaki an'amta alayhim degan ne'matning o'zi nima degan vaqtida, ne'matning o'zi ham bu yerda Qur'oni Karim. Yani sıratal mustaqim bo'lgan shu kishilarga in'om qilib, in'om deganning o'zi ortiqcha bergan, ya'ni bekog'lar, ya'ni alqi nima deymiz bizda? Saxovat ko'lan misolda sizlar biz insonda aql bor, aqlinglar o'zi yo'l tepanglar desa bo'laverdi. Ammo uning sirtida yana o'z insonlarga to'g'ri yo'l ko'rsatadigan bir kitobni ortiqcha berganligining o'zini bayon qildim o'sha yerning o'zida. O'sha yerda an'amtadagi biri o'zi fil, ikkinchisi u yerdagi sifatning o'zi ne'mat. U ne'mat sirotal mustaqimdan iborat. U sirotal mustaqim degan nima desa, Qur'oni Karim ko'rsatgan yo'l. Ya'ni Qur'on mandaq aytgan vaqtida. Sura Ali Imron'daki 107-oyatida ma fa ammallazina biyazzat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun deganning o'zimi qiyomat kunsi yuzi oq bo'lib o'zi qiyomat mahsharga bo'lgan odamlar fa fi rahmatillah Allohning rahmatida bo'lgan kishilardir. Nimasida? Allohning rahmatida deganning o'zi nima? Alloh tushirgan Qur'oni Karim ko'rsatgan yo'lda bo'lgan odamlar ular.
Yani sırat-ı müstakimden ibaret Allah tushirgan Qur'oni Karimniki ko'rsatgan yo'lida bo'lgan odamlar. U odamlar qiyomat kunisi yuzi oq turadi degan gap. Demak, bu yerdagi narsa nima desa, nurg'un odam buni o'zi Alloh marhamat qilgan kishilar edi. Allah kimga, hech kimga o'zi Alloh taolo marhamat qilmaydi qiyomat kunisi. Jinoyati qanchalik bo'lsa shuni qarta jazolaydi, qanchalik yaxshi ish qilgan bo'lsa shuni qarta mukofotlaydi. Bu yerda marhamat degan narsa mavjud emas, adolat mavjud faqatla. U yerda o'zi adolat turgan yerning o'zida, ma'ni o'zi o'z vaqtida pul topganka, ya ma xonimning o'zi yomon chiroyli deb uning o'zi marhamat qilgan bir ish yo'q. U yerda qilgan jinoyati qarta kesim kesilgan gap. Yoki qilgan yaxshi qarta kesim kesilgan gap. Bu yerdagi rahmat nima degan vaqtida Alloh taoloniki sirat-ı mustaqimdan iborat, yani to'g'ri yo'l ko'rsatadigan kitobidan iborat, yani Allohning kitobining ichidagi yo'lda mangan odamlar degan ma'noni bildirdi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, rahmat degan kelgan vaqtda bu yer payg'ambar alayhissalomni dunyoga rahmat qilib evatganligi. To'g'riliq tushunish bu nihoyat o'z xato bir tushuncha. Payg'ambar alayhissalomga tushirilgan narsa, ya'ni Qur'oni Karim insonlarga marhamat qilinib tushirilgan bir narsa. Buni o'zini tushunib olishimiz kerak. Aslo u yerda, ya'ni payg'ambar alayhissalomga Qur'oni Karim tushmagan bo'lsa qanday bo'ladi vaqtida, ya'ni rahmat bo'laveradimi vaqtida? Zaten shu jism, shu vujud bor yana o'xshashlar. Demak, u yerdagi narsa nima desa, payg'ambar alayhissalomni payg'ambar qilgan narsami Allohning rahmatidan iborat Qur'oni Karim. İnsanlarga o'zi rahmat bo'lgan narsami ham insonlarni Allohniki marhamatiga erishtiradigan, ya'ni Alloh taoloniki o'zi qiyomat kunisi yaxshi o'zi mukofotlarga erishtiradigan narsami nima desa degan vaqtda, ya'ni shu Alloh taoloning rahmatidan iborat Qur'oni Karimni ko'rsatdi. Shuning uchun bu yerda bizniki insonlarimiz nurg'unlagan shu o'lmalarimizning deyotganlari Peygamber aleyhisselam Allah Teala dünyaya rahmet kılıp ebedi. Demek ki o nima dese, Peygamber aleyhisselam neymiş kan boz şu işini kılışımız gerek. De oturup Peygamber aleyhisselam'a nispet verilgen, yalgan yavdak, Peygamber aleyhisselam mecburen çaplangan ravayetlerini din kılış məqsidi bunun özünü suistimal kılıp keliyordu hazır. Şunun için bu yerde rahmet degen özü bu yerde وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً deki rahmetniki aslında Peygamber aleyhisselam demez, Peygamber aleyhisselam'a ebirilgen Kur'an-ı Kerim ekenligini düşünmüşümüz lazım. Elbette Peygamber aleyhisselam'ı biz bu yerde küçük özü düşürüp kılan yerimiz yok. Bu Kur'an-ı Kerim'de ibaret Allah Teala'nınki rahmeti düşken kişi o Allah Teala'nınki peygamberi. Biz onu Allah'ın peygamberi, Allah'ın elçisi hep özü itiraf kılımız, işinimiz. Yani. Bu ayrı bir mesele. Lekin bu yerdeki narsa nima desa, bir insonni, yani Allah Teala Qur'oni Karimda nurg'un yerda bor. Shu boya o'qigan oyatni qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun vahid va boshqa oyatning o'zida aranglar sizlarniki qarindishinglar bo'lgan, burun sizlar o'ynab birga o'ynab cho'ng'olgan odamdan birisiga vahiy tushganligiga qarta sizlar chidamay shu aslikni qilyaptamizlar degan oyatlar bor misolda. Bu nimani bildirdi degan vaqtida Peygamber Aleyhisselam'a vahiy kelmegen vaqtida Araplarning ichidagi bir odam degan gap. Vahiy kelgan chaqda cho'di, shundaqli bir odam. Ammo faqatla vahiy keldi. Vahiyni o'zini, ya'ni Qur'oni Karimdan iborat bu vahiyning o'zini o'qib, o'ziga o'zlashtirgandan keyin uniki axloqiy jihatda, bilim jihatda boshqa odamga o'xshamaydigan bir narsa paydo bo'ldi. Amaliyotda shundaq bir odam o'zi o'qigandan keyin uniki so'zlari, harakatlari asla o'zgardi masalan. Axloqliq o'zi bo'ladi odam deganni gap qismi to'g'ri gapni qildigan bo'ladi misol. Payg'ambar alayhissalom Qur'oni Karimni o'qigandan keyin uningda ma ishni qilsak yomon bo'ladi, ma ishni qilsang yaxshi bo'ladi deb hamma narsa aniq ko'rsatilgandan keyin yomon bo'lganini qilmay, yaxshi bo'ldi deganni qilgandan keyin hamma odam unda o'zi yaxshi qilgan odamga umroq bo'lgan gap. Atrofidagi odamlar uning atrofiga andagi yig'ildigan gap. Shuning uchun Alloh taolo bu yerda rahmat deganning o'zini shu o'zi Qur'onda o'zi Qur'oni Karimdan iborat bu kitobning o'zini rahmat deb ataganligi, ne'mat deb ataganligi, sirat-ı mustaqim deb ataganligi, ne'mat deb ataganligi,
Burhan deb atılganlığı, aşına qoşaş nurgulluğun özü yana başka isimlarını koygan. Çünkü Kur'an-ı Kerim aşı sıfatlarının hemmesi ege. Onda şeytka vaxtıda. Yanıma o Kadir Suresi'nin özümü Leylatul Kadri min hayrun min alfi şehr diyen muş ayetinin özümü Kadir keçisi min aydan yaxşı diyen kelim oldu hem de. Cümle oldu. Muşayda Kadir keçisi min aydan yaxşı dese, insanlar hem de dese Kadir keçisi bek uluq ay dep, bek uluq keçi dep qaraydı da. Kadir keçisi nima uchun o'zi shundaq o'zi min aydan yaxshi bo'lib qoldi degan vaqtda tanazzalul malaikatu va ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Malaiklar Alloh taoloning butun amr farmonlarini ep tushishga boshlagan kechganligining o'zini ko'rsatdi. Onun uchun birinchi qadamda Qur'oni Karim tushishga Alloh taoloning o'zi payg'ambar alayhissalomga tushishga boshlagan, farishta orqali tushishga boshlagan kecha bo'lganligi uchun bu kecha o'zi min aydan yaxshi yani. Çünkü min ay bir adam tirishsa Qur'oni Karimdagi bir kitobning o'zini yezib o'tirib qo'yamaydi misol. Onun uchun buniki qimmati shunchalik qimmat bir kitob degan gap endi. Yani Sura Baqaraning 185-oyatida Shahr Ramazan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas va bayyinatin minal huda vel furqan degan mush oyatning o'zida Ramazan ayeti Qur'oni Karimning tushirilishiga boshlagan bir kecha ekanligini, bir oy ekanligini so'zlab kelib, uniki nemisida o'zi birinchi sifatida hudan, ikkinchi sifatida bayyinat, uchinchi sifati furqon deb o'zi shunday 3 sifat bilan sifatlarlik. Birinchi sifati hudan deganning o'zi insonlarga to'g'ri yo'l ko'rsatgan bir kitob, bayyinat degan insonlarga hamma narsani ochiq oshkora tushuntiradigan bir kitob, furqon deganning o'zi to'g'ri yo'l xatoning o'zini ayirib beradigan bir kitob degan bo'ldi endi. Demak, shundaq o'z sifatniki birsi o rahmat deganning o'zi. Shuning uchun bu yerda biz o'zi payg'ambar alayhissalomni payg'ambarlik bir inson ham payg'ambarlik sifati bilan tunishimiz va e'tirof qilishimiz to'g'ri. Ammo uning o'zini ilohlashtirib, o payg'ambar alayhissalom odatdagi insonlarning yamonbek ulug'bek o'zi yuqori inson, o berib Alloh va so'zishidi degandek o'zi bundaq narsalarni o'ydirish o butunlay o'zi xato. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bu oyatdagi rahmat kalimasini biroz o'zi tushuntirish to'g'ri keldi. Shuning uchun rahmat kalimasini mana shunday tushunsak bo'ldi. Endi bu yerda ikkinchi bir nima nurg'un odamlar mushu va ma arsalnak illa rahmatan lil alamin degan mush oyat qarta payg'ambar alayhissalom butun olamga elchi degan o'zi degan nim bilan tushundi. Payg'ambar alayhissalomni butun dunyoga, hattoki payg'ambar alayhissalom o'zi payg'ambar bo'lgan kundan boshlab qiyomat qoyim bo'lguncha oraliqda tamoman o'zi elchilik vazifasini olganlik qatorida shunday tushunib keliklik. Nurg'un o'zi qarindoshlarimiz asosan musulmonlarniki mutlaq ko'p qismi shunday tushundi. Ammo payg'ambar alayhissalomni va boshqa payg'ambarlarning hammasini bir payg'ambar alayhissalom deb o'zi yana payg'ambarimiz deb gap qilishmi bu to'g'ri narsa emas aslida. Payg'ambarimiz deganda Muhammad alayhissalom bizning payg'ambarimiz, qolganlar amtahu samtahun payg'ambar degandek bir ma'no chiqadi. Shuning uchun Muhammad alayhissalom desak bo'ladi. Bütün payg'ambarlar Qur'oni Karimda zikr qilingan bütün payg'ambarlar o'xshashli bizning payg'ambarimiz. Payg'ambarlarimiz. Chunki hech birisiga ayrimchilik qilib, o Yahudining payg'ambari, mao xristianning payg'ambari, mao bizning payg'ambarimiz deyishga bo'lmaydi. Qur'onda la nufarriqu bayna ahadin min rusuli degan oyat bor. Hech birisiga ayrimchilik qilmaymiz. Hammasi Allohning payg'ambarlari, Allohning elchilari, Allohning o'zi nabiy payg'ambarlari deb o'zi e'tirof qilamiz degan gap. O vaqtda biz payg'ambarimiz deb o'zi bizniki tilimizga ham nima ketgan-ku. Bizniki kallamiz sinib ketgan-ku.
Peygamberimiz de Muhammed Aleyhisselam'ı yenimize tatip, kağalını sen Musa peygamber, İsa peygamber esen kolunu akıstı. Undaq muamil kıldıgan mundaq işler var. Bu doğru emas. Bütün peygamberler bizning peygamberimiz, peygamberlerimiz yani. Yani Peygamber Aleyhisselam, yani Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le özümüzden görümüz yani. Bizden Özümüzden görümüz. Özümüzden görümüz. görümüz. Kağallının özünü xəhniki görümüz de bu alqı bu doğru olmaydı. Onun için bütün peygamberlerge okşaşla Peygamber Aleyhisselam'ı bütün peygamberlerle okşaş bizning peygamberimiz yani. Hemmisini Allah'ın elçisi, Allah'ın peygamberi dep özü itiraf kılış, tunuş bu özü doğru oldu. Yani bu nimenin özde aşı ve ma erselnak illa rahmeten lil alemin degan ayetinin asasen Peygamber Aleyhisselam yani Muhammed Aleyhisselam'ı bütün alemge peygamber yeryüzünün hem yeri peygamber ve şu peygamber boğan günden başlap kıyamet kaim boğuçılık onunki peygamberlik kuşki ege degan asasda düşündüğün mundaq bir düşünce bizniki etiqadımızga sınk etken. Bu doğru düşünce emas. Yani Muhammed Aleyhisselam Mekke, Medine ve onun etrafındaki özü kavimlerinin özünü yani Arap milletinin özünü özüge öz peygamber eberilgen bir peygamber. Bunun özünü enik bilip alsak oldu. Eğer o Peygamber Aleyhisselam yani Muhammed Aleyhisselam bütün dünyaya peygamber olsa, kıyamet kaim boluşluk o peygamber bolgan bolsa, o vaxtda o Arap yerim ardılı tutmasdan o bütün Amerika olsun, Afrika olsun, bizniki vatan olsun, Asya yoki bütün Avrupa hemme yerge çepip yürüp peygamberlik kılışı lazım boladı. O Arap yerim arlıda o peygamberlik kallığının özü aşağıya düşürülgen aşağıda vezip öte dep aşağıda öz vezip öteş nimesinin özünü vezipsini belgeligini bildirdi. Yani Kur'an-ı Kerim'de bunun karta ayet var. Yasin suresindeki 5'deki 7 ayet yani. Yasin vel Kur'anil hakim inneke leminel mursalin ala sıratin mustaqim tenzilel azizir rahim li tunzira kavmen ma unzira abauhum fehum gafilun. Degan bu ayetning özümü Peygamber Aleyhisselam yani Muhammed Aleyhisselam'ı atı boğullarga hiç qanday kitap düşmegen bir kavimge o kavimning özünü yaman işten agahlandırış, yaxşı iş qilganlarning özüge hoş bisharat berish uchun Qur'oni Kerimni aşılaga yetkizish uchun aşılaga ebegelliginin özünü Suriyasında aşını bayan kıldı. Yani aşı Arap, cahil Arap milletiga Peygamber yani Muhammed Aleyhisselam'ın özünü aşılaga peygamber ebegelligini gösterdi. Yani Sure En'am'daki 92. ayet diyor diye vaxtda 92. ayette ve haza kitabun enzelnahu mübarekun musaddikul lezi beyne yedeyhi ve litunzire ummel qura ve men havlaha deydi. Ben şu ayetin özü mü Peygamber Aleyhisselam'ın özü kitabın düşügenligi o aldığı kitabını hem tasdiqlayan bir kitabın düşügenligi o kitap bilen Ummul Qura degenin özü Mekke ve men havlaha ve Mekke etrafıdaki insanların özünü agahlandırış için peygamber kılınğanlığının özünü bildirdi bu yerde. Yani Mekke ve onun etrafındaki Medine, Taif, Peygamber Aleyhisselam mesela Muhammed Aleyhisselam kayaya geçilik peygamberlik kıldı. Şu yerde vezip ötegenligini, şu yerde vezip ötegenligi şu öz Allah Teala'nınki Ummul Qura ve men havlaha degan muş ayetniki özü məqsədini əməlgə aşırğan boldu diyen boldu. Yani bir adamniki imkanı Kur'an-ı Kerim'de la yukellifullahu nefsen illa vus'aha deydi. Yani taqat yetmeydiğen işki Allah Teala teklif kılmaydı deydi de. Muhammed Aleyhisselam bir insan buluş süpütü ölen o vaxtdaki katnaşniki ehvalı ölen mesela hazır koyuş aeroplana çıkıp ya poyuz maşını ölen gaqırt bir günde neçe min kilometr jiraklıkı berip hizmet kılalaydıgan mundaq bir şarait bolmagan deken o vaxtdaki imkan nima degan vaqtda eşeğini tögünü keçini atını minib жүрüp
bu yerga o'zi berib yurib shu yerda tabliq qilgan gap endi. Bir kun kechdi mangsa 20 kilometr yo 30 kilometr o'tib ketsa, u yerga berib o tabliq qilib kelmadi, u yerga berib gap qilish kerak. Shuni o'ylab o'sha 20-30 kilometr o'tib ketsa 50 kilometr yerga berib shu tabliq qilgan gap. Shuning uchun bu yerlik narsa nima desa, Muhammed Aleyhisselam'ni Mekke ve onun etrafındaki insanların özünü agahlandırış için nimqalliginin özünü, agahlandırış vazifesini belgeliginin özünü Kur'an-ı Kerim yani şu Sure En'am'daki 92. ayetinde aşının özünü bayan kıldı. Sure Şura'nınki 7. ayetinde ma ve kezalike evhayna ileyke Kur'an'ın Arabiyyen litunzire ummel Kura ve men hevlaha diyen aşına okşaşla. Yani Mekke ve onun etrafındaki insanlarını agahlandırış için sana biz özü vehiy kıldık deydi. Yani bu vehiy bilen sen şularının özünü agahlandırırsa deydi Allah Teala. Demek bu yerde Peygamber yani Muhammed Aleyhisselam nime geldiği vakitte Muhammed Aleyhisselam o toplulum çıkıvardı. Muhammed Aleyhisselam Arap'ın peygamberi edilse nurgun adamla aşına kapı vardı. Kapılış kışkanda acet yok. Bu yerde Kur'an bütün alemge kıyamet kayım boğuca hem Adem'ge karta evrilgen bir kitap. Hem Adem kim faydalanmadıysa Kur'an-ı Kerim'den faydalansı boldu diyen gap. Ama Muhammed Aleyhisselam'daki hizmet nimelki imkan dairesi çeklik bolganlığı için o vaxtda onunki şu kılalaydigan dairinin içinde men muş etrafta kılsan boludu dep onunga aşını kılsan sen peygamberlik vazifesini ada kılgan bolsa dep o dairini Allah Teala köstüp beriklik. Şu bütün peygamberler mesela Musa Aleyhisselam İsrail evlatlarının özünü agahlandırıp ölüp gittiklik, Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam'ın hemmesi şu özündeki kavmini. Nimişka diye vaxtda o peygamberler onundan başka yerge beriş imkanı yok. O vaxtdaki nim bilen katnaş koralları bilen. Bunun için imkanı yetadigan etrafının özünü etraftaki insanlarını agahlandırış ya ulağı bu Kur'an'ı yetkizиш işi bilen meşgul oluşqa Allah Teala özü buyurganlığını bildirdi. Yani Sure Maid'deki 67. ayetinde ma ya eyyuher resulu bellig ma unzile ileyk min rabbik ve illem tef'el fema bellagte risaletehu vallahu yasimuk minen nas diyen muş ayetinin özüdü mü? Muhammed Aleyhisselam'a Rabbinden düşürülgen nesini insanlığa yetgöz. Eğer onu yetkizmişsen Allah'ınki özü yetgöz diyen buyruğunu yaki elçilik vazifesini özü ada kılmagan bolsa dep Allah Teala özü Muhammed Aleyhisselam'a muş gapni kılıqlık. Ve yana ve ma erselna min rasulin illa bi lisani kavmihi liyubeyyine lehum feyuzillullahu men yeşâ ve yehdi men yeşâ ve huvel azizul hakim diyen bu Sure İbrahim'in 4. ayetinde ma biz her kandak bir kişini peygamber kılıp eversek özünün kavmiga şu kavminin tili bilen özü yani bir kavmiga biz bir kişini peygamber kılıp evertmekçi olsak peygamber kılmakçı olsak şu kavmdeki tilde sözleydigan kişini peygamber kıldık deydi. Çünkü o peygamber mesela Arap'taki bir kişini peygamber kılmakçı olsa Arap sözleye alaydigan birisini kılmasa onun tercüman nereden tapadan bu vaxtda misal. Şunun için bu yerki nersi nima desa her milletke öz kavmidan öz tilde sözleydigan bir kişinin özünü elçi qanlığının özünü bildirdi. Yani hazırki vaxtda diyen vaxtda elçi degenin özü yani Kur'an-ı Kerim'ni Allah'ın kitabını yetkizgiçi degen boldu endi. Şu Kur'an'ı aynen Kur'an'daki özü şu ma'nisiga to'liq özü rioya qilgan holatda xalq yetkizgan odamlar elchilik vazifasini o'tayotgan odam degan bo'ldi shu vaqtda. Hozir hamma millatniki ichidan chiqib ketdi bunday odamlar masalan har millatning tilida Qur'oni Karim tarjima qilinib ketdi. Shuning uchun bu yerda nima deydi degan vaqtda yana o'zi Peygamber Aleyhisselam'daki bütün alemge peygamber emasligini. Ama Kur'an-ı Kerim bütün alemge, bütün dünyaga, bütün insaniyetke berilgen bir kitap ekanligini muş yerden bilip alsak buldu. Yani bunun özüne ötkende şundaq bir misalını keltirdik. Xuddi bir oňarak düşensin dep debatymyz. Yani onu başqaça bir oylap ketişke hajat yok. Şu Karl Marx'niki yazgan 3 dallı özü nemesi var. Sosyalizm, komünizm,
kapitalizm degan shu tuzum, 3 tal tuzumning o'zini yezib chiqqan bir odam. Aş adamma, aş kitap bilen mesela şu dünyada insanlar faydalanсын, qandaq dünyanın her qandaq yerde buluşunu qatı nazar, insanlar şunun faydalanıp qalsın dep yazgan bir kitap hem bir tuzum. Ona qavaqda bir sistema. Onu ma London turib yezibdi o adamның o'zi. Keyin o'zi ma o Yevropaning o'zi biraz onu qabul qilib, undan keyin o'zi Sovet ittifoqi va Xitoy, Vyetnamga o'xshash va Arab mamlakatlaridan masalan Iroq, Suriya deymiz, ondan keyin shu nima, Misrgachilik ashundaq jiqyat qabul qilibdi o sotsializmning o'zini. Demak bu nima degan vaqtda Qur'oni Karimmi ashunga o'xshash bir o'zi nima endi? Bir sistema yoki bo'lmaydi bir tuzum. İslam bir tuzum. Onun o'zini o'z vaqtida Payg'ambar alayhisolamga tushgan, Payg'ambar alayhisolam o tuzumni qayerda ijro qilgan degan vaqtda Makka, Madina va uning atrofida ijro qilgan. İslamiy tuzumning o'zini ashada ijro qilgan. Qur'oni Karimdan iborat shu islom tuzumning o'zini ashada ijro qilgan. Keyin o Umayya, Abbasiya sulallarning zamonlarida kengayib, nurg'un yerlarga Qur'on yetib qolgandan keyin Qur'onning o'zini bermay o Arabning yezib qo'ygan narsaning o'zini bergan, ammo Qur'oni Karimning o'zini bergan bo'lsa, o'zini tushuntirgan bo'lsa, hozirgi vaqtda insonlar dunyodagi, ya'ni musulmonlar dunyodagi eng ilg'or, eng qudratli bir o'zi davlat va millat bo'lib qolgan bo'ladi. Unda qilmasdan shu arablar o'zi vayron bo'lgan shu Payg'ambar alayhisalom, ya'ni Muhammad alayhisalom payg'ambar bo'lishning oldidagi shu e'tiqodlarni shu e'tiqodlar yozilgan, shu e'tiqodlar singdirilgan kitoblarning o'zini boshqa millatga berganligi uchun bu millatlar shu islomni qabul qilgandan tortib o'zi rivoj topolmagan. Masalan, Ironniki Sasonlar sulolasi deydi, nurg'unlagan o'zi shu yomon ko'ni bir davlatgan bu Iron. Shunchalar qudratli nurg'un imperiyalni qurib, necha qatim Misrni besib olgan, hattoki Yevropaga hujum qilgan, ashundaq bir o'zi qudratli bir davlat. Shu o'zi o'ydirilgan islomni qabul qilgandan keyin o çöküp ta hozirgacha rivoj topolmay kelmoqda. Arablar shundaq bütün o'zi shu o'ydirilgan islomni qabul qilgan davlatlarning hammasi taraqqiylamoqqa odatda. Butunlay oldini nima desa, o'ydirilgan islom, ya'ni rivoyatga asoslangan islomcha desa, shu oldin to'g'ri o'yliqliq. Endi olam deganning o'zini bir aqur mushada bir izohat berib qo'yay dedim. Olamlarga payg'ambar deb o'zi nurg'un yerda shundaq nima chiqadi. Shuningga ma o sur Nuhniki 25-27 oyatgacha masalan bo'lib 27-oyatda va qala Nuhu Rabbi la tazar alal arzi minal kafirin dayyara degan shundaq bir oyat bor mushada. Nuh alayhisalom aş qavmi qarta beddua qilganda, ey mening Rabbim, sen yer yuzida bir o'likmi kafirni qo'ymag'in deb duo qilgan deydimdi. Endi bu Nuh alayhisalomniki shu Nuh alayhisalomning vaqtida to'pon balasi besib ketgan yer qanchalik yerga desa, u butun dunyoni besib ketgan ekan vaqtida. Hozirgi arxeolog olimlar tekshirgan vaqtida o suv esib ketgan shu vaqtda Yunonistonniki shu nima tarafida Oq dengiz tarafda bir orol bor ekan, shu orolning o'zini besib ketgan ekan. Nuh alayhisalom ashada yashagan odam ekan. Nuh alayhisalomga nisbatan shu vaqtda olam nati degan vaqtda olam ashidi. Ya'ni ma taraf 100 kilometr, ma taraf 50 kilometr kelgan bir doiraning o'zida yurgan gap odam u vaqtda. U vaqtda qatnash qurollar unda qulaylik bo'lmagandan keyin eshakni minib nega bora oladi misol. Shu alisda o'z tabliq qilib yurgan bir payg'ambar degan gap. Ashada o'zi shu insonlar Nuh alayhisalom askar qilgandan keyin Nuh alayhisalom uningga duo qilgan, ya'ni mushadiki alal arz deganning o'zi yer yuzida deb tarjim qilishning o'zi mush xato degan gap. Mush yerda tarjim qilgan vaqtda ey mening Parvardigorim, mush yerdagi kofirlardan bir o'likni qo'ymay bir aloq qilyapti deb duo qilgan desa, u vaqtda bo'ldi. Yer yuzida desa,
Amerika'dan tortib Afrika, Avstraliya, Yevropa, Osiyodan tortib hammasini suv butunlay o'zi nima qilib ketgan, suvning ostida g'arq bo'lib ketgan, keyin o'zi u yer echilgan degan bir ma'no chiqadi. Ammo butun dunyoni suv osib ketgan to'g'riliq hech qanday hozirgacha xabar yo'q. Butun dunyodagi arxeologlar tekshirsimi, bir vaqtda butun dunyoni suv osib ketgan undaq bir ish tarixda bo'lgan emas. Shuning uchun bu yerdagi butun dunyoni suv osib ketdi degan so'zning o'zi butunlay xato degan gap. Tarjimaning o'zidami ko'p turib yer yuzida bir talma kofirni qo'ymagan degan. Shuni butun kofirlar hammasi o'lib, Nuh alayhissalomniki 3 o'g'il qilib qolgan, Hamsam, Yapes degan 3 o'g'il qilib qolgan va shuningdek butun dunyoga odam tarqalgan deb mundaq qaraydi. Bu undaq emas u. Faqat u Nuh alayhissalomniki 3 o'g'li o'zi nimqan qutulgan bo'lsa-mu, va lekin shu orol, ashada o'zi suv ketgan yer ash orol bo'lgan. Va orolning atrofidagi masalan hozir Turkiyaniki bir qism yerlardagi suv. Masalan, buni o Indoneziyada qancha yil bo'ldi bir suv oftib ketdi-ku. Mana shu suv oftida 200 mingdek odam o'lib ketdi. Agar Qur'oni Karim o'xshash bir ilohiy kitob hozirgi zamonda tushirilgan bo'lsa, shu voqealikni tilga olingan bo'ladi yana. Biz ashini o'zini g'arq qilyaptiq degan bir ibora bilan u nim qilingan bo'ladi. Demak, ashinaga o'xshash bir quruqlikniki bir tarafi yoki kichikroq quruqlik shu quruqlik hammasini suv osib ketgan. Dengizda masalan qattiq yer tavrash, undaq bir hodisa bo'lgan vaqtda atrofni suv osib ketgan ishlar bo'ldi misol. Mana shu vaqtdami Nuh alayhissalom turayotgan zaminning o'zini suv osib ketgan. Bu yerda butun dunyoni suv osib ketgan bir ish yo'q. Shuning uchun bu yerdagi alal arzi degani tarjima qilgan vaqtdami mushu zamindagi deb tarjima qilish kerak. Butun dunyoda hech qanday kofir qo'ymagan dedi deb tarjima qilish butunlay o'zi bu nimaga to'g'ri kelmaydi. Amaliyotga to'g'ri kelmaydi. Nuh alayhissalom butun dunyoda yashamadiki. Nuh alayhissalom yashagan yeri bir alqanchilik yer. Ammo o suv osib ketgan yermi shu Nuh alayhissalomning gapini anglamagan qavmning o'zini, ya'ni ash Qur'onning o'zidan ba Nuh alayhissalomning qavmini suv osib ketishlik. Unda bo'lganki Nuh alayhissalomning qavmi bo'lmagan, Nuh alayhissalom payg'ambarlik qilmagan, Nuh alayhissalomning oyog'i tegmagan yerlardagi insonlar desa, uni Nuh alayhissalom payg'ambarlik qilmagan bo'lsa, ularni nima deb suv osib ketdi misol. Shuning uchun bu yerdagi narsa bu iboraning o'zi bu yerda xato tarjima qilingan. Yana Sura Ali İmran'daki 33. ayetinde İnnallâhe astafa Adem'e ve Nuhen ve Ali İmran'e ve Ali nime ve Ali İbrahim ve Ali İmran'e alel alemin degende Kur'an yani Sura Ali İmran'daki 33. ayetinde. Muşanın özünde Allah Teala Adem'nin, Nuh'ni, İbrahim'nin ve İmran'ның cemiyetini alemlerge peygamber kılışık tallı dedi. Ama bütün alemge eğer peygamber buluşku tallıgan bolsa, o İbrahim aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, o İmran'daki cemiyeti bütün dünyaya geldi mi misal? Bütün dünyaya peygamberlik bağdı mı? Mesela bizim vatanga bağdı mı mesela? İbrahim aleyhisselam'daki cemiyeti değil, ya ki özü evlatlarının biraz peygambermen de bizim vatanga geldi mi? İmran'daki cemiyetin biraz geldi mi? Gelmedi hiç kas. Tarihte hiç kandak bir onda uçur yok. Avrupa, Amerika, Janubi Amerika, Avustralya'ya o'xshash, Afrika o'xshash bunday yerlarga bordimi? Bormadi. Demak, bu yerga narsa nima desa, alamin degan o'sha yerdagi kelimaning o'zimi shularniki olimi, ya'ni shular yashayotgan doira degan gap. Ya'ni İbrahim, İmran, shu İsrail avlodlari yashaydigan shu doiraga peygamber buluşq tanladı degan ma'no chiqadi. Eğer ularni bütün alemge, bütün dünyaya peygamber kılıç tanlagan bolsa, ularniki ular vazifani ado qilamagan bo'ldi vaqtida. Chunki u hammaga berish kerak, bütün dunyoga berib, dunyoning bulunpushqoqlari hammaga berib tabliq qilish kerak. U hech qancha yerga bormay, lekin masalan bizning vatandaymiz, Xitoyninki yurtlar deymiz, misol Rossiya deymiz, bu Yevropa, Amerika deymiz, bu yerga hech qaysi bormagan bo'lsa, u vaqtda
bütün alemga qarta payg'ambar qildim degan gapning o'zi nima bo'ldi desa, o to'g'ri kelmaydi degan gap. Demak, shu vaqtdagi olam, bu yerdagi olamindagi olam nima degan vaqtda shularniki yashayotgan doirasini ko'rsatdi degan gap. O'ttir sharq misol. Mana aytgan vaqtida. Shu o'ttir sharqni ko'rsatdi degan gap endi. Bütün dunyoni ko'rsatmaydi. Ya'ni bu yerda boshqa oyatlarda bor. Biz her qavmga o'sha qavmniki o'zidan o'zi elchi evatdik degan nima bor-da. U vaqt demakki, her millatning ichida o'z millatining o'zini to'g'ri yo'lga yetaklagan insonlar tarixdan buyon chiqib kelgan degan gap. Ya'ni islomga yetaklab kelgan insonlar bo'lgan degan gap. Islom degan nima degan vaqtda adil, hamma odam barobar yashaydigan, qonun oldida hammasi o'xshash, barobar o'zi barobar yashay oladigan, huquqni o'zi hammasi o'xshash, shunday bir jamiyatni yaratgan insonlar tarixdan buyon bo'lgan degan gap. Her millatning ichida. Shuning o'zi nima degan vaqtda, shu millatning ichidan chiqqan elchi ekanligining o'zini, ya'ni yoki yo'lboshchi ekanligining o'zini ko'rsatdi degan gap. Shuning bu yerdagi narsa nima degan vaqtda, alamin degan vaqtda va ma arsalnak illa rahmatan lil alamin degan alaminning o'zini yana bir tarafdan aytgan vaqtda, agar payg'ambar alayhisolamga nisbat berilgan vaqtda u olamning o'zini payg'ambar alayhisolamning olimi shu vaqtda nati degan vaqtda arab yerim orlidi degan gap. Ya'ni shu yerda payg'ambarlik qilgan ekan. Agar u payg'ambar alayhisolam butun olamga Amerikadan tortib, Avstraliyadan tortib, Yevropa, o'z Afrika, Osiyogacha hamma yerga payg'ambar uni o'zi tayinlagan bo'lsa, u vaqtda payg'ambar alayhisolam u yerga borolmagan bo'lsa, demakki Alloh taoloniki butun olamga payg'ambar qildim men seni, elchi qildim degan o'zi bu elchilik vazifasini desa, ado qilolmagan bo'ldi degan gap. Shuning uchun bu yerga u amaliyotga ham uygun kelmaydi bu. Onun uchun bu yerda nima deymiz degan vaqtda payg'ambar alayhisolamni butun olamga payg'ambar qildim degan bo'lsa-mu, o olamning o'zini biz butun dunyoning o'zini, butun o'z 6 qit'aning, 7 qit'aning hammasining o'zligi payg'ambar qilgan deb tushunish o xato degan gap. Ya'ni o'zniki ash turayotgan yerga zoti ilgarki oyatlarda shu chiqib turdi-ku. Atbo'si, hech qanday atbo'si kitob kelmagan bir qavmning, bir millatga seni biz elchi qildik degan ekan, shu arab millatiga payg'ambar degan gap. Bizniki vazifamiz nima degan vaqtda Allohning kitoblari tushgan kishilarning hammasini payg'ambar deb tunish, uni yetkazgan kishilarning hammasini elchi deb tunish bizning vazifamiz. Ammo bizniki bizga elchilik qilgan emas. Bizga faqatla u rasul kelgan emas, risolat kelgan faqat. Risolat nima desa Qur'on. Qur'on kelgan bizga. Shuning uchun bu yerdagi bizga rasul emas, risolatning kelganligining o'zini biz mushayatni qilsak bo'ldi. Endi yana payg'ambar yana Muhammad alayhisolamga itoat qilish haqida nurg'unlagan shu diniy olimlar hozir so'zlayapti. Mushu Sur Niso'niki 59-oyatini dalil qilib, ya ayyuhan nabiy ya ayyuhallazina amanu atiulloha va atiur rasul va ulul amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا degan mush oyatni dalil qilib Allohga Allohning elchisiga itoat qilinglar dedi. Deval turib o'zi va ulul amri minkum va arangdan chiqqan ish egasiga itoat qilinglar deb deval turib biz payg'ambarga itoat qilmasak bo'lmaydi. Payg'ambarga itoat qilishning yo'li nada degan vaqtda u payg'ambar haqida yozilgan rivoyatlar, o'sha rivoyatlarga o'z amal qilganimiz, u rivoyatni din deb to'niganimiz, uni iymon keltirganligimiz, u payg'ambarga o'z itoat qilganligimiz deb mushundaq o'zi tushunillik. Nurg'un o'zi qarindoshlarimiz ham buni tabliq qilib hozirgi vaqtida. Bu nihoyat xato bir narsa. Buning o'zi Alloh itoat qilinglar. Yani atiulloha degandan Allohga itoat qilinglar. Va atiur rasul, ya'ni elchiga itoat qilinglar. Bu yerda Allohga itoat qilinglar degandan aslida o'z vaqtida elchiga itoat qiling degan bo'ldi. O'z vaqtida payg'ambar alayhisolam Muhammad alayhisolam hayot vaqtida, ya'ni Muhammad alayhisolamga itoat qilsanglar, Muhammad alayhisolam Allohning kitobining o'zini ijro qilayotgan kishi bo'lgandan keyin, siz shu vaqtda nimaga Muhammad alayhisolamga itoat qilish orqali Allohning kitobiga itoat qilgan bo'lasizlar?
Allah'ın kitabına itaat kılsan Allah'a itaat kılan bulursun deb Allah Taala bunun özünü bundaq bayan kılır. Peygamber Aleyhisselam yani Muhammed Aleyhisselam ölüp ketkendan keyinchi o. Ölüp ketkendan keyin mush kushga egimi o degan vaqtda bu yerda Rasuldan risolat qilib qoldi endi. Allah'a itaat kılın yani risaletga itaat kılın. Risalet neymi? Kur'an-ı Kerim. Asla özü o Muhammed Aleyhisselam hakkında yazılgan rivayetlerge itaat kılın diyen bulmaydı bu yergi dersi. Eğer özü onunla itaat kıldıgan bolsa, o vaqtda Allah'ın dininden tamamen çıketken buldu. Şunun için bu yerde biz qanday qilamiz degan vaqtda risolatga itaat qilamiz. Risolat nima? Qur'oni Kerim. Şunun için bu yerde Peygamber Aleyhisselam, yani Muhammed Aleyhisselam kıyamet kaim boğuşluk peygamber mi o diye vaqtda o öz vaqtida peygamber. Yani şu 23 yıllık zaten tarixte yazıqlıq o. 23 yıl peygamberlik qilgan degan aniq yazıqlıq o. Mana şu 23 yıllık peygamber Araplarga peygamberlik qilgan, peygamberlik vazifasi şu ölüp ketganligini tuggan, undan keyin uning peygamberlik qilgan hech qanday bir ishi yo'q. O nima qilib qolgan o peygamberdan keyin degan vaqtda o rasul o o'lib ketgandan keyin risolat qilib qolgan. Risolat yani Qur'oni Kerim. İnsanlarga Allah Taala yani peygamberdan tortib yani Muhammed Aleyhisselam tortib hammasiga nima deydi desa, shu risolatga erishing deydi. Muhammed Aleyhisselam risolatga erishgan, sizlarmi risolatga erishing. Yani uning qarta Qur'oni Kerimdagi An'am surasidagi 106-oyatida İttabi ma uhiye ileyke min rabbike la ilahe illahu ve arzanil müşrikin degan mush oyatning o'zida bayon qildi endi. Sening Rabbing bir Allohdan sana vahiy qilingan narsaga ergash deydi Alloh taolo. Yani Allah'ın vahiy qilingan narsaga ergash. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın vahiy qilingan narsaga ergashgan bo'lsa, u narsa nima? Qur'oni Kerimda onun ergeçken bolsa Muhammed Aleyhisselam özü o Kur'an'ı icra kıvatkan adamı itaat kılış, nemi itaat kan boldu şu vaqtda desa Qur'oni Kerim'e itaat kan boldu degan. Ötkende elçiga itaat kılış degan mavzudan bu vaqt to'xtaldik. Nemi degan vaqtda misal hozirgi vaqtda Angliyada bir saqchining o'zi o'ziniki saqchilik kiyimini kiyib bu yerda vazifa o'tayotgan bolsa Angliyaniki şu saqchiga berilgan qonunning o'zini, saqchi haqidagi qonunning o'zini ijro qilgan bo'ldi. Ijro qilayotgan bo'ldi. Biz saqchining o'zi bir yo'l saqchisini misolga olsak, yo'l saqchisi yo'lda bundaq bizning mashinani to'sgan vaqtda biz uningga to'xtaganimizning o'zi uning bo'ysunganligimizni ko'rsatdi. Biz şu vaqtda o saqchiniki tug'an jismiga emas, uniki amaliga itoat qilgan bo'lamiz. O saqchilikdan iborat bir amalning o'zini, bir vazifasini ado qilyapti degan gap. Shuning bilan o'zi o vazifa, o yerdagi saqchilik vazifasi, ya'ni uning berilgan qonuniy bir haq-huquq, ya'ni huquq bo'ldi. O huquq o'z qonun, davlatning qonuni bo'ldi. Ya'ni inson nima o odam berib, u yerda saqchiga emas, saqchiga berilgan qonunga bo'ysungan bo'ldi. O qonunga bo'ysunganlik davlatga bo'ysunganlik bo'ldi. Xuddi shunga o'xshash Peygamberge itaat kıllık, Kur'an-ı Kerim'e itaat kıllık oldu. Kur'an-ı Kerim'e itaat kılış diyor ise, Kur'an-ı Kerim'e itaat kıllık, Allah'a itaat kılın oldu. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu. Men ata'ar Resul fakat ata'a Allah deydi. Yani ati'ullah ve ati'ur Resul deydi. Yani bir yerde men ata'ar Resul fakat ata'a Allah deydi. Bu ne diyen oldu ise, Allah ne Peygamber elçiye itaat kılın deydi. Yani kim ki elçiye itaat kılsa Allah'a itaat kılın oldu. Yani vasıta arkalık. O neymi diye vaqtda o elçi Kur'an'a itaat kılıdı, Kur'an'ı icra kılıdı. Kur'an'ı icra kılatkan bir kişiye itaat kılış, Kur'an'a itaat kıllık oldu. Kur'an'a itaat kılış, Allah'a itaat kılan oldu diyen oldu. Şunu bu yerde hiçbir zaman Muhammed Aleyhisselam ve onun başka hiçbir peygamber bana itaat kılanlar dep bakkan bir narsa yo'q. Qur'oni Kerimda zodi hech qanday bir payg'ambar tarixda Allah'ni qo'yib, "Menga itoat qiling" deb bakmadi. Deb Qur'oni Kerimda ochiq deydi uning o'zini. Chunki unda deyish haqqi yo'q.
Şunun için bu yer neymi diye vaqtida Peygamber vefat bolgandan keyin Peygamber hakkında yazılgan hikayelerge Peygamberge zorlap tengilgan hikayelerge emel kılıp onun özün din devletinin özü o İslam kılıngan bir buzgunçuluk, bir naid ve hata bir narsa. Kur'an-ı Kerim'e özü itaat kılışımız lazım. Kur'an itaat kılgan vaqtida Peygamber itaat kılgan narsage bevosita itaat kılgan bolamiz. Şu vaqtda biz Allah'a itaat kılgan bolamiz. Endi bu ayetning özüne Peygamber aleyhisselam bütün alemge kıyamet qaim bolğuçluk aşında peygamberdi. Şunun için onun nim aşında da tunuşumuz gerek, aşında düşünüşümüz gerek, aşında iman keltirişimiz gerek dep şonunda sözlep ketişin sebebi neme diye vaqtida. Buniki özü bir qancha sebebi var. Birinchi sebebi neme diye vaqtida bütün özü Muhammed Aleyhisselam hakkında yazılgan rivayetlerinin özünü İslam'daki menbes kılışka tiriş maqsadida, yani menbes kılış maqsadida bu özü Muhammed Aleyhisselam'a itaat kılışını maqsad kıldı. Hazır hiç kim Muhammed Aleyhisselam, hiç kimni Muhammed Aleyhisselam özü İslam dinini çaqırmaydı çünkü ölüp ketken bir adam hiç kimni çaqıramaydı. Ama çaqırgan narsa neme İslamga diye vaqtida İslamga çaqırgan narsa kolumuzdaki Kur'an-ı Kerim. Muhammed Aleyhisselam itaat kılgan narsa Kur'an-ı Kerim biz udullab Kur'an-ı Kerim'e itaat kılgan vaqtida yani Allah'a itaat kılgan bolamiz o'xshashlar. Muhammed Aleyhisselam'daki itaat kılgan narsa bo'ldi endi şu vaqtida. Şoň bu ýerde Muhammed Aleyhisselam'a itaat kılın, Muhammed Aleyhisselam kıyamet qaim bolğuçy rahmet onun özü. Kıyamet qaim bolğuçy onunki özü digen sözleri kılgan gapleri hemmesi kuşka ege deyişinin özü bu intayin mantıksızlık o hesaplandı. Hazırki vaqtida eğer Muhammed Aleyhisselam yani Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Aleyhisselam kılgan iş hareketleri yazılgan ýerli var, nurgu geldi. Şunun özünü aynen kılışının özü hem cinayet hesaplandı. Nime üçin diye vaqtida Muhammed Aleyhisselam 1400 yıl burun misalda burun bir işini kılgan bolsa aş işini hazır 1400 yıl keyin maşı zamanның özünde kılış asla mümkün emas. Bununki biz şundak bir sualını koyup baksak oldu da eğer Muhammed Aleyhisselam hazırki zamanda hayat bolgan bolsa aşı 1400 yıl burun kılgan işini yani davamlı kılım dep turatdı mı? Yoki hazırki zamandaki en ilgar adam bulup hazırki zamandaki en yaxşı işlerini kılgan bolatdı mı? Bunun özünü düşünüşümüz gerek biz. Şoňa bu ýerdeki näse neme diye wagtda Muhammed Aleyhisselam'daki 1400 yıl burun kılgan iş hareketlerini fakat biz tarih katarda görüşümüz ve onundan biz ibret aldığa ýerler ibret elişimiz bu lazım. Ama onun özünü aynen icra kılış bu özü bir doğru näse emas. Çünkü neme üçin diye wagtda hiç kandak bir peygamber aldıdaki peygamberniki kılgan işini aynen kılgan hiç kandak bir peygamber yok. Mesela Peygamber Aleyhisselam'a yani Muhammed Aleyhisselam'a İsa Aleyhisselam en yakın ötken. Mesela 571 yıl Peygamber Aleyhisselam tuğulgan bolsa 610 yılı peygamberlik vazifesi kelgen bolsa demek arlık 610 yıl diyen gep. Yani yakın arlık endi mundaki wagtda. 7 asır. 610 yıl aldıda ötüp ketken kişiniki kılgan işinin özünü aynen doğrap kılmagan. Neme üçin diye wagtda o İsa Aleyhisselam yaşagan zamanga nispeten Muhammed Aleyhisselam'ın zamanı biraz fark bolgan hem yaşagan coğrafyası hem millet mesela İsa Aleyhisselam'daki cemiyeti bilen Muhammed Aleyhisselam cemiyeti öz okşaşmaydigan Arap cemiyeti, Yahudilar cemiyeti okşaş olmagan bir iki cemiyetdeki insanlar bolganlygy üçin o cemiyet yaşayan insandaki kılgan işini bu cemiyetke söylep ekiliş o fitlay hata. Biz hazır demiş koyada dese bizning mollalar şu Arapniki cemiyetideki närslerini din kıp ekirip milletni şu Arap cemiyetiga zorlavadı.
1400 yıl burunki Arap cemiyetindeki insan buluşu zorlavadı dedi. Asla o milletimizni hozirgi zamonga loyiq odam bo'lishga targ'ib qiladigan, rag'batlantiradigan bunday bir inson yo'q aramizda. Davomli payg'ambar alayhisalom aniqqan, sahoba maniqqan deb shu 1400 yil burungi hikoyani so'zlash orqali millatni shu 1400 yil burungi bir ideologiya bilan tarbiyalab, hozirgi zamonga asla o'zi mos kelolmaydigan bir inson qilib tarbiyalab chiqyapti. Bu o'zi bir jinoyat bu. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz asla o'zi hozirgi nima u o'tgan zamonning o'zini tamamen unutgan holatda Qur'oni Karimdagi islom prinsiplarini asos qilgan holda hozirgi zamondagi eng ilg'or odam bo'lish, to'g'ri odam bo'lish, tirishchan, bilimli odam bo'lish va hozirgi zamondagi insonlarniki eng ilg'ori ham insonlarni to'g'ri yetaklaydigan bir inson bo'lish bu bizdagi vaziyatimiz deydi. Agar Muhammad Aleyhisselam hozir hayot bo'lgan bo'lsa, hozirgi insonlarniki eng o'zi ilg'ori, eng bilimligi bo'lgan bo'ladi. Yani eng o'zi yaxshi o'qigan inson bo'lgan bo'ladi. Chunki shu vaqtda eng ilg'or odam bo'lgan. Ammo Muhammad Aleyhisselam shu vaqtdagi ilm bilan, yani 1400 yil burungi osh ilm bilan hozirgi vaqtda bu jamiyat bo'lib qolsa, bu Muhammad Aleyhisselamga bir odam ergashmaydi degan. Shuning uchun Muhammad Aleyhisselam hozirgi zamondagi insonlarning o'zini insonlarga gap qilish uchun qanday qilish kerak desa, hozirgi zamondagi insonlarga to'g'ri keladigan saviyada bo'lish kerak degan. Uning uchun o Muhammad Aleyhisselam o'z vaqtida shunday ilg'or, avangard bir inson bo'lish bilan hozirgi zamonda bo'lsa qanday bo'ladi degan vaqtda biz shuni kesim javob beramizki, Muhammad Aleyhisselam hozirgi zamonda eng ilg'or odam bo'lgan bo'ladi. Muhammad Aleyhisselam yashagan davlat dunyodagi eng ilg'or bir davlat bo'lgan bo'ladi deb javob beramiz biz. Chunki shu vaqtda shunday ilg'or bir davlat bo'lgan. Shuning uchun bu yerda biz burun o'lib ketgan, qancha burun o'lib ketgan odam bo'lsa, uni Yamanbek o'z bilimli odam deb uning o'zini tasvirlab o'ltirish, u nihoyatda aqlga sig'maydigan bir ish. Masalan, shu Abduqodir Damollam deymiz, uni oldiki olimlarni so'zlaydigan bo'lsa, ba'zi odamlar u degan alamat olimlarga deydi. Hozirning o'zida neni olimlarimiz bor bizniki misol? Uyg'urlarning ichidan chiqqan mesela Erkin Sidiqqa o'xshash, Shuhrat Mutallibga o'xshash neni olimlarimiz bor. Shu hozir mana shu olimlarimizdan foydalanishimiz lozim. O olimlar shu zamondagi eng ilg'or olimlar edi. Ammo u o'z zamonasidagi ilg'or olimlar hozirmi ular ilg'ordi? Hozirgi insonlar bilmaydigan narsani biladi deyishning o'zi desa, bu bir xato bir narsa. Bu shunga o'xshashlar payg'ambarlar bo'lsa-mu, payg'ambarlar shu zamonasidagi narsalarni yaxshi tushungan, zamonasidagi masalalarni yaxshi usulda hal qilgan, insonlarni yaxshi o'z yetaklab mang'algan shu zamonasida. Bundaq kishilar deydi. Endi shundoq bo'lish bilan hozirgi zamonda shu saviyada bo'lsa, hozirmi alamat o'zi bilimli bo'lgan bo'ladi deyishning o'zi bu inson aqliga sig'maydigan bir narsa. Hozirgi fizika, hozirgi kimya, hozirgi astronomiyani biladi degan gap bo'ldi. Mesela Qur'oni Karimda osmon jismlarini tushuntirgan yeri bor Qur'onda. Qiyomat qoyim bo'lgan chog'da osmon yerilib tushadi degan o'zi ibora bor Qur'onda. U vaqtdagi osmon tushunchisi qanday degan vaqtda osmon ona gumbazga o'xshashdi degan ma'noda tushungan u vaqt. Ya'ni payg'ambar alayhisolamniki osmonga bo'lgan tasavvuri deb tushunamiz buni. Osmonni ashunday tasavvuri bilan tasavvur qilgan, unda tushundirgan. Shuning uchun qiyomat qoyim bo'lgancha osmon yerilib, bu deb yetargan vaqtda meshning ustidagi gumbaz yerilib beshimizga tushganga o'xshash, osmon yerilib beshimizga tushdi degan qatorda bundaq tushundirgan. Shu vaqtdagi ilm, shu vaqtdagi astronomiya bo'yicha. U vaqtda undaq narsa yo'q deb o'ylaydi ba'zi odamlar. Undaq emas. Boş Mısır'niki tarixini o'qisa, shu vaqtda astronomiya mesela Peygamber Aleyhisselam'ın 200 yıl burun astronomiya Şira degan bir yulduzlarning gapi chiqadi Qur'onda. Masalan, shu Şira degan yulduzning o'zimi shu vaqtda astronom olimlari ashada o'zi qo'ygan ismga u. Shuning uchun Qur'onda uning ismi bor.
Misalda, şuna halkı o vaqtdagi tasavvur yana halkı olam tasavvuri misalda bay dedik-ku shu olam degan vaqtda butun yer yuzining hammasini deb tarjim qilish, deb tushunishning o'zida ham nihoyat xato tushunch degan gap. Uni undaq tushunmasdan olam degan vaqtda shu zamondagi shu odamlarniki o'zi yashagan yoki bo'lmaydi nimani Allah'ın kitabını yetkizgen daire mana shu vaqtda shuni ko'rsatdi. Ya'ni bir qancha ming yoki bir qancha 100 kilometr har taraf degandek bir yer endi. Uni gavdlantirib butun dunyoga deyishning o'zi u payg'ambarning qo'lidan kelmaydigan ishlarning o'zini ularga yuklaganlik bo'lib chiqadi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida payg'ambar alayhissalomni butun olamga payg'ambar qilib olish o Peygamber Aleyhisselam'a zulüm kılganlık olup hesaplandı. Peygamber Aleyhisselam Araplarga peygamberlik qilgan, ama onun qo'lidagi risolat degan vaqtda butun olamga qiyomat qoyim bo'lishlik berilgan bir kitob, bir ne'mat. Mana aytgan vaqtda insonlarga berilgan bir ne'mat. Endi bu rivoyatlarning o'zini din qilib olish uchun shunchalar tirishib, Peygamber Aleyhisselam qiyomat qoyim bo'lishlik o'z payg'ambar qilib olamiz. Uniki degan so'zlarni qiyomat qoyim bo'lish ijro qilamiz deb shunchalar tirishib ketishning butun sabablar nima degan vaqtda? Butun sabab Arablarning urf-odatlarini, Arab madaniyatini din qatoriga kirdirish uchun tirishqanlik bu. Arabni ilahlashtirish uchun tirishqanlik faqat. Bo'lmasa bu yerda boshqa nima foydasi bor bizga? Çapanı uzun keyte, qısqa keyte yoki yüzün burkayte degandek mush so'zlarning hammasi nima desa, Arab urf odati. Xomiyayte, zamzam ichida degan gapning hammasi Arabning tuproqlik narsa. Ashuni ulug'lash uchun, Arabniki tuproqlarini muqaddaslashtirish uchun, butun o'zi insoniyatning o'zini Arabni qo'g'dash va Arabning tuproqlarini qo'g'dash uchun harakat qilganlikdan boshqa narsa emas. Arab qul bo'lish bu yerdagi narsa. Biz agar o'zi Qur'oni Karimga ergashadigan bo'lsak, biz Allohning bandasi deb o'zimizni tushunishimiz va arablar bilan o'xshash bir inson, arab bir inson, bizga o'xshash inson hech qanday o'zi ular bizdan yuqori yoki tovan emas, bizim ulardan yuqori yoki tovan emas, o'xshash biz. Degan bunday tushuncha kirishimiz lozim. Ularni o'zining vatanini qo'g'dab olsin, bizmi o'zimizning vatanini qo'g'dab olaylik. Ularning vatani o'ziga ulug', bizning vatanimiz o'zimizga ulug'. Ularning tarixi o'ziga nihoyat ulug' bir tarix bo'lsa, bizning o'zimizning tarixi o'zimizga ulug'. Ularning madaniyati o'ziga shunday yaxshi bo'lsa, bizning madaniyatimiz o'zimizga yaxshi deb tushunishimiz lozim. Biz o'zi boshqa millatniki madaniyatni din qatorida suiiste'mol qilib, millatimizning beshini qaydirib, u yerda boshqa millatniki madaniyatni qabul qilishga zo'rlashimiz hech qanday hojat yo'q. Nurg'un kiyim-kechak kiyish, urf-odat, madaniyat sohasi so'zlagan vaqtda dedik, bu Arabning kiyimini kiyib olishning o'zi bu islomga kirganlik emas. Islom ayrim bir narsa u. Bu islom deganning o'zi o'zimizdagi atlas ko'yligi, badam do'ppillarini kiyib o'zi nimaga kiraveramiz? Islomga kira olamiz. Shuning uchun bu yerda Arab madaniyatini islomlashtirish uchun uniki butun madaniyat sohasini, ularniki yeb ichadigan narsalarni, urf-odatlarini yozib, hikoya qilib, mana shu din desa, biz uning o'zini din deb qabul qilishimiz bu nihoyat qattiq o'zi ozg'onligimiz, xatoligimiz va jinoyat buning o'zi. Yani bu rivayetlerini Muhammed Aleyhisselam'ın kıyamet kayım boğuşuluk peygamber kılıp elip, yani elçi kılıp elip hazır özü onunki ölüp ketkili 1400 yılında eşip ketdi. Eşip ketken bolsa-mı hala hazırçılık bir yer təbliğ qilib жүрген qatarda ayndaq hisoblashning o'zi onunki yan bir o'zi maqsad nima degan vaqt, yan bir o'zi zeyni nima degan vaqtda bu
bu rivoyatlarniki, yani bir ziyni millatga u rivoyatlarni, u hikoyalarning o'zini ilm ko'rsatish orqali ashuni o'qib, vaqtni o'tkazib, hozirgi zamondagi ilm fanlarini jiroqlashtirish, hozirgi zamondagi insonlardan oqib qoldirishdan iborat mush ziyonning o'zini olib kelyapti misol. Buni millat tushunish kerak. Kesh arab hikoyasini o'qib, falon raziyallohu anhu an debdi, piston raziyallohu anhu man deb o hikoyani o'qishning hech qanday bizga foydasi yo'q. Biz u yerda nima qilishimiz kerak? Qaysi ish qilsak to'g'ri ish qilgan bo'lamiz, qaysi ishni qilsak xato ish qilgan bo'lamiz. Buni bilsak bo'ldi. U raziyallohu anhu an qilibdi, man qilibdi, an yepti degan gapning o'zi bizga hech qanday keragi yo'q. Qur'oni Karim zaten nima yesak bo'ladi, nima ichsak bo'ldi, bu aniq yoziqliq. Shunga bu narsalarni o'qish o'zi ilm hisoblanmaydi. Buni o'qib vaqtni o'tkazish, vaqtni isrof qilganlikdan boshqa narsa emas. Uni o'qib insonlarning o'ziga tabliq qildim deyish faqatla aldamchilikdan boshqa narsa emas. Ya'ni bizning millat o qadar bir o'zi holat tushib qolibdiki, oldiki narsani qip-qizil yolg'onligi aniq tursa-mu, u yolg'onga ishonishga rozi. Bir odam to'g'ri gapni, rost gapni qilsa, u rost gapga ishonmaydi, u qadar kulib ketgan yani. Qur'onda bir oyat va Isroil avlodlari haqida va zullilat alayhim nima? Ama va zuribat alayhimuz zillatu vel maskanatu va ba'u bi g'azabin minalloh degan oyat. Ash xorliq sinib ketganda, yani mushundaq yashsaq bo'ldi biz. Bunun ortig'i bizga o'zi ziyon degandek mushundaq holat tushib qoldik. Bu qat'iy o'zi bizga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bu yerda biz ilm o'qidik deb, u rivoyatlarni o'qish, u fiqhlarni o'qish aslo bizga ilm hisoblanmaydi. İlim hozirgi vaqtda zamonaviy ilmni o'qish kerak. Qur'oni Karimdagi o'zi prinsiplarni bilish kerak. Masalan, qaysi ishni qilsak qanday to'g'ri bo'ladi, qaysi ishni qilsak xato bo'ldi. Siyosat qanday siyosat qilsak to'g'ri bo'ldi, qanday siyosat qilsak xato bo'ldi misol. Buni o'zini maxsus bir kuni nima qilamiz, so'zlaymiz shu Qur'oni Karimdagi islom prinsiplarini o'zini. Islom degan o'zi bir tuzum, uning eti, onun içinde zadi siyasetki qandaq prinsipini qo'ygan. İqtisad qandaqni, cemiyetki qandaqni ne misal. Oilaga qandaq tuzumni, qandaq prinsip qo'ygan. O'zaro muomala qilish qandaq prinsiplarni qo'ygan. Masalan, ilm setimni qandaq prinsiplarni qo'ygan. Mushuni hammasining o'zini qatorisiga o'zi nima qilib, ashni har birisini bir oyat bilan dalillab turib, bu yerda o'tirib qo'yamiz bugun inshaalloh. Yani Qur'oni Karimdagi shu prinsipni bilsak, ash prinsipga asoslanib turib bir narsaga hukm chiqarsak, u vaqt to'g'ri bo'laverdi. Misolda Qur'onda nurg'un narsaga hukm yo'q-ku, misol zinoga hukm bo'lgan bo'lsa, bosqinchiga hukm yo'q-ku. Ammo bosqinchi qanday qilamiz degan vaqtda Qur'on uning qarta prinsip bor. Shu prinsip saqandikilar bosqinchi kelgan hukm shu yerga chiqadi degan gap. O'g'ri hukm bor, bulanchiga hukm yo'q misolda. O bulanchining hukmini nerede tapamiz? Shu vaqtda shuni prinsiplarni bilishimiz kerak. Xuddi halqi laik degan bir o'zi tuzum, ash tuzumning ichida nurg'unlagan prinsiplar belgilangan. Ash prinsipga asoslanib turib davlat qonun tuzaydi misol. Jinoiy ishlar qonuni deymiz, siyosiy qonun deydi, tabiat qonuni deydi. Har xil huquq nima halqi nima huquq qonunda aşnaş nurg'unlagan o'z qonunlarni tuzaydi misol. Shu qonunning hammasidagi prinsiplari shu o'zi tuzumda belgilangan. Shu tuzumga asoslanib turib tuzaydi uning o'zini. Buning o'zini Qur'on nima deydi? Shariat deydi. Yani her bir mamlakat Qur'ondagi shu prinsipga asoslanib turib o'zining amaliy ahvolini o'zini chiqishgan asosda qonun tuzsa, yani Qur'oni Karimdagi shariatning o'zini tuzib chiqqan bo'ldi degan gap. Shuning uchun bu yerda biz bu quruq rivoyatlarni o'qish orqali biz vaqtimizni o'tkazib o'z hozirgi zamon ilmlaridan jiroqlab ketish, oqida qolib qolish bu nihoyat og'ir bir jinoyat. Chunki zamonni oqida qolib qolganligimiz uchun hozir shu o'zi og'ir kunlarni tortyapmiz biz. Shunga qarindoshlarimiz bunday narsalarga diqqat qilish lozim yani. Yana
Muhammed Aleyhisselam'ın kıyamet qayım boğuşluk elçi dep bilgenligi ve Muhammed Aleyhisselam'daki şu vaqt kurgan devletinin özüne bütün özü kıyamet qayım boğuşluk aletde ilgar bir devlet tunuşturuşu mu bu özü nimege sığmaydı misal. Çünkü o şu vaqtdaki şarayet qarta en ilgar bir devlet olgan. Şuna bu yerdeki elki devletçilik nimesdimi her devletniki xalqniki anseviyasi, iqtisadi ve coğrafilik ahvali qarta devletniki quruluş nemelerimi özü oxşamaydı misal. Qandaq bir şart astida quruluş nemeleri oxşamaydı. Şuna davamlı bir xil şu vaqtdaki qulluq davridagi bir devletning özüni bayroq qilib ko'rsatib, hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydigan bir narsani o'tirib chiqarib olishning o'zi ham o'zi bizniki davlatchilik nemimizga Qur'oni Karimni ko'rsatgan davlatchilikka to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bu yerda biz Qur'oni Karimning ichidagi islom prinsiplari degan nomda bir video qilamiz inshaalloh. Bir qancha haftadan keyin bo'lishi mumkin. Şu vaqtda shu prinsipni shu kuchimizning yetishi o'tirib qo'yamiz. Uni qilib qolganlar bo'lsa keyin to'liqlab qilamiz. Shuning bilan o'zi devletningmi o'z bir shakli hozirlangan bo'ladi degan gap. Hozir misol islom davlat qurimiz deydi ba'zanlar shariat davlat qurimiz deydi, ba'zanlar o'zi islom amirlik qurimiz deydi. Tamam, qur shuning o'zini. İslam devleti degan narsa qandaq bir devlet bo'ladi? Uniki shakli qandaq? Deb aş odamni so'rasa, uni hech qandaq tasvirlab bera olmaydi. Misol. Onun uchun bilmagan narsaning o'zini islom devleti degan bir eg'iz gapni tutib, bir jumla gapni tutib lekin uning ichidagi qandaq shartlar bo'ladi, uning ichida hech narsani bilmay turib lekin uning o'zini undaq narsani qurimiz degan deyishning o'zi bir ahmoqonlik. Misol o'tganda mana bu Julanning o'zi, mana Suriyalik hozirgi prezidenti hamma millat barabar yashay oladigan, qonun oldi barabar shunday yashay oladigan hamma millat, hamma dindikilar o'z diniy e'tiqodiga amal qila oladigan, e'tiqod qila oladigan bir davlat qurimi yazilsa, bizniki ashadagi mujohidlar va sirtdagi nurg'un odamning o'zi mana İslam degan kemmas ketdi deb yozayotgan odamlar bor. Mana bu qilamidi-ku, islom davlati qurammi deyiklik. U yerdagi qarindoshlarning so'zlagan videosini qo'yib qo'yibdi. Biz o'zi islom davlati qura deb o'ylagandik. Biz o'ylagan narsa bo'lmadi. Endi biz boshqa yerga islom davlati qurish uchun harakat qilishimiz kerak deb so'zlayotganlar shayt nurg'unlagan o'z so'zlarini qilyapti. İslam davlati degancha hamma odam tinch, huquqda barobar yashay oladigan bir davlat degan gap. Yani Julani şunu bilgenlik için aşındak bir devlet kuruşunun özüne oturup koygan adam var. Peygamber Aleyhisselam zamanında Yahudlu olsun, Hristiyanlı olsun, müşrikli olsun, Müslümanlı olsun hemimizin dini özümüzge. Yani itikadımız özümüzge. Bu yerde beraber bir insanlıkta beraber yaşaş kanun aldıda beraber yaşaş. Yani bu İslam diyen bu prensip kelgen asasta hemmesi bir yerde yaşayan. Mesela Ebu Sufyan'ı cıhtıl kaldık mı şu ötkenki video oldu mu? Ebu Sufyan'ın özü İslam'ın yani iman etken adam emez. Peygamber Aleyhisselam'ın peygamberlik işergen adam emez. Allah'ın birlikке, barlık işergen adam emez. Misal de barlık işersin mi birlik işermeyen adam. Aşı adamın özü İslam'ı kabul kılıklık. İslam degen neymi diye vaxtıda bay diyen hoş hem adam kanun aldı beraber yaşaş. Kanun aldı hukuk cihette hemmesi beraber yaşaş. Ben bunu kabul kılsa, kabul kılsam İslam'ını kabul kılgan bolsa. Onun kabul kılmagandaki bu ya tinchlikni buzma degan bo'ldi. Tinchlikni buzma degan maqsadli odamlik Alloh taolo qatil mushrikin deb Qur'onda oyatlarni tushirdik. La takuna fitnatun ve yakuna dinu kulluhu lillah degan oyatni nem qildik misol. Bütün qarşılık tugab, diniy qarşılık, yani e'tiqodiy qarşılık. Musulmonga men o'zi butqichi o'qidimi? U mening dushmanim degan narsani tugitib, u o'ziniki e'tiqodi, mening o'zimning e'tiqodi bu, meningki o'zimga, aning o'ziga biz insonlikda barabar yashaymiz degan nuqtaga kelgan qadar kurash qil deydi Alloh taolo Qur'onda. Uning oxir xulosasi nima chiqadi? Lakum dinikum valiyadin chiqadi misol. Shuning uchun bu yerda biz
Hozirgi nuqta nima degan vaqtda rahmat bo'lgan narsa, olamga rahmat bo'lgan narsa payg'ambar alayhissalom emas, payg'ambar alayhissalomga tushirilgan kitob, yani Qur'oni Karim ekanligini bilishimiz lozim. Bu yerda biz payg'ambar alayhissalomni rahmat qilib olib dunyoga, undan keyin payg'ambar alayhissalomga ergishimiz, payg'ambar alayhissalomga itoat qilamiz deydimi ahmoqlar. Payg'ambar alayhissalom oldingda bo'lmasa qan nimaga itoat qilyapsan sen? Payg'ambar alayhissalom so'rdiga itoat qilyapsa, o'zining nimaga itoat qilayotganligini bilmaydi misolda. Oldimizda bo'lsa, gapni qilsa, "Mani qilinglar, mani qilmanglar, xo'sh hojam" deb qilsak, u vaqt itoat qilgan bo'ldi u. Sen oldingda hech qanday bo'lmasa, sen payg'ambar haqida yozilgan hikoyalarga, yolg'on hikoyalarning o'ziga itoat qilsang, payg'ambarga itoat qilgan bo'lamsa, payg'ambarga yolg'oni topilgan bo'lsa, u hikoyalarning o'zi payg'ambar alayhisalom vafot bo'lib 250 yildan keyin birinchi qadam yozilgan narsa. Oxirisi 500 yilgacha oraliqda. Men hozir oldida shu bir soat emas, 10 minut oldin nima deganligimni bir odam so'rasa 10 minut oldin nima dedim desa, men ashuni deb beramayman misol. Odam ashunchalik ojiz bir narsa. Yoki ishga deb gapirayotgan bo'lsak, men 10 minut gapirib, gapning 5'ini nima dedim deb tashayotgan odamni so'rasam, men degan gapni o'zi aynan deb beramaydi ayda. İnsan aşında aciz narsa turuqlig'in payg'ambar alayhissalom bir gapni qilib qo'yib 250 yil o'tib ketgan vaqtda shu gapni aynan yezib oladigan qanday insonlar ekan u? Butunlay o'ydirilgan narsa misolda. Shuning uchun bu yerda bu payg'ambarga chaplangan bundaq bo'xtonlarga ishonmaslik lozim. Faqat bizni ishondig'imiz Qur'oni Karim, itoat qiladigan narsamiz Qur'oni Karim. Shu vaqtning o'zida biz Allohning diniga kirgan bo'lamiz. Allohning dini islom, islomni qabul qilgan bo'lamiz shu vaqtda. Shuning uchun yana bir qatim o'zi xuloslab qo'yay. "Va ma arsalnaki illa rahmatan lil alamin" deganni ikki xil ma'noda tushunishga bo'ladi. Birisi payg'ambar alayhissalomni olamga rahmat qilib evatdiq deganning o'zi bu nimani bildirdisa, shu arab jo'grafiyasini ko'rsatadi degan gap. Zaten u yerda Qur'onning o'zida deylik, sana o'zi ata-bobosi hech qanday bir o'zi ata-bobosi kitob tushmagan bir qavmga seni evatdiq deylik. Yana bir oyat ko'rsa, Makka va uning atrofidagi insonlarni ogohlantirdi deb o'zi Qur'oni Karimda belgilab qo'ygan. Demak, bu yerdagi narsa nima desa, u yerdagi olamin shu atrofdagi payg'ambar alayhisalom payg'ambarlik qilgan doiraning o'zini ko'rsatdi degan gap. Bu butun dunyoni ko'rsatmaydi u. U yerdagi rahmat payg'ambar emas, Allohning kitobi. Xo'sh. Bugun biroz mana temada cho'rilarda boshqa yana chiqib ketgan avolim bo'ldi. Men gaplarni bilmay deb chaqirib qolmadim. Aslidagi temaga munosib shakldagi ba'zi tushunchalarni o'rtoqlashsam, masalan, payg'ambar alayhissalomga bo'lgan itoatni payg'ambarning sunnatlarini ahyo qilishga, shu qilganni doğrashga ishorat qilganlarga shunday bir savol ushishdi o'tirga. Do'stlarimizdan birisi dediki, agar payg'ambarga bo'lgan itoat uning sunnatlarini ahyo qilishga bo'ladigan bo'lsa, o zaman payg'ambarni shu Muhammadni o'z vaqtida Qur'oni Karimda İbrahim'a bo'ysunishga chaqirgan, İbrahim'a ergishishga bo'ysunishga chaqirgan. Undaqda İbrahimning sunnati qayerda degan savol chiqqan o'tirgan. Buni shu so'zni tavsiya qilganlarga ekran orqali bir eskartish berib qo'yay dedim. O yerdagi narsa nima desa, İbrahimning sunnatiga İbrahim mangan yo'l degan bo'ldi. İbrahim mangan yo'l nima desa, İbrahimga tushgan kitobniki ko'rsatgan yo'li. Yo'lni ko'rsatdi. Qur'oni Karimda sunnatulloh degan oyatlar bor. Bu nima desa, Alloh ko'rsatgan yo'l. Alloh tushib payg'ambar alayhisalom mash yo'l bo'lmada, "Man faloniyaga borsa" deb ko'rsatib qo'ygan hech qanday yo'l yo'q. Qur'onni tushirib, "Ma ishni qilsang to'g'ri bo'ldi, ishni qilsang xato bo'ldi" deb o'zi ko'rsatgan yo'l bor. Payg'ambar alayhisalom mana shu o'zi shu yo'lni meng'liq sunnat mana shu. Ya'ni Allohning kitobi ko'rsatgan yo'lda manganlik Allohning kitobidagi sunnatdir. Ya'ni yo'lda manganlik bo'ladi. Ammo asla payg'ambar o'zi o'ngchivashqa o'zi bir yo'l paydo qilgan bir narsa Qur'oni hech qachon hech narsa bo'lmagan.
undaq qilish aslo mumkin emas. Chunki agar ashunda qildigan bo'lsa, Qur'oni Karimning sirtida yana bir yo'l paydo qildigan bo'lsa, u vaqtda aslo o'zi u payg'ambar hayot qolmaydi qolgan. Misol, sura Qiyomatda bor-ku, laqatana minhul watin degan oyat bor misol. Ash oyat nima desa, uni biz o'z qudratimiz bilan halok qilayotgan bo'latdik, ya'ni uni garantimurni uzib etgan bo'latdik deydi. Ya'ni uni halok qilishni qanday halok qilgan bo'latdik desa, garantimurni ya'ni biz deydi-ku, aslini qilmajima bo'ynini uzyapti deydigan gaplar bo'ldi-ku, xuddi shunga o'xshagan gap misol. Bo'ynini uzyapti deydi boshqa. Ya o alaqa Peygamber İslam doğrusu'daki məxsus programında ve onun aldı keyin programında bu vaqtcıq eskertilişler verildi. İzahatlar, qoşumcha işaretler verildi. Dervaqqa zaten nimaga işaret qilganligini programning boshdan oyoq izlanib ko'rayotgan qarindoshlar asosan tushunadi, yani tushunib kelyapti. Shunga zid keladigan bir narsa o'rtaga chiqmadi bugungi kunga qadar. Mening o'sha katta aqlim bilan hozir shunchalik keng guvohlik beraman. Bugungi temaga aloqador abiyadan siz deb o'tib ketgan butun Nuh alayhissalomning to'pon bolasini misol elib shu yerdagi bir muayyan bir doirani belgilaydigan bir afet edi degan shaklda ifodani qo'llanlar. Ba'zan to'pon balasiniki olam shumul, ya'ni butun zaminning hamma yerini suv bosib ketganlikdek bir tadqiqotlarni o'rtaga chiqarib, undan keyin Tinch okeanning o'rtasida mo'q quruqlikning burun bo'lganligi, keyin o'sha to'pon balasi suv cho'kib ketganligini naql qilgan, rivoyat qilgan kitoblarga chiqdi-da o'rtaga. Bu vaqtda agar deydiganlar olsa anlab baxsak, andan keyin bu ishdan aloqador savol so'rab bir do'stlarimizdan bilsa, ko'rarman do'stlardan bilsa, agar to'pon balasi butun dunyo bo'yicha bo'lmadi degan taqdirda Türklarning yoki bizlarning avlodini, o'zining nasabini Nuh alayhissalomningki Yafas degan o'g'lining avlodlari edi deb shunga bog'laydigan qarashlari xato chiqadi, ya'ni xato bo'lgan bo'ladi. Albatta xato bo'lgan bo'ldi. Deydi. U faqatla shu Yahudlarniki tarixidan elingan bir narsa o'z vaqtida. Arablarniki tarixini surish qilsam, Samiyni surish qilamiz-ku. Samiy haqida shunday ma'lumotlar bor. O Samiy degan nima desa, Nuh alayhissalomning 3 bolasini Ham, Sam, Yafas degan Sam, shu Samning bolalari degan ma'noni nim qildi endi. U ash Yahudlarning to'qib chiqqan bir narsalari. Ammo u hech qanday bizniki tariximizga hech qanday aloqasi yo'q. Faqat shu Molla Musa Sayrami shu o'zim u odam shu diniy soat o'qigan odam bo'lg'achqa, shu Yahudlarniki shu rivoyatlarning ichidan shunday narsani tepib, shu biz Yafasni bolalari ekanmiz degan yerlar shu. Bo'lmasa u Yafasniki o Nuh alayhissalomniki o bolalar nima Nuh alayhissalomniki o nemisi qavmi u yerda halok bo'lib ketgan bo'lsa, 3 odam qilib qolgan bo'lsa, qolgan dunyoniki boshqa yerlar insonlar bor degan gap bu vaqtda misol. Nuh alayhissalom qancha yil bo'ldi, uning oldida o'zi nurg'ulgan odamlar tursa, faqat odamning o'zi shu nimadilar? Yunonistondagi nemisi bir orolda yashab, boshqa hech qanday odam bo'lmagan bo'lsa, u vaqtda boshqa gap. Yani dunyoning haqiqat joylarida odam bor. U Nuh alayhissalom yashagan yer u yerda nima bo'lgan? Bayqi muqtas deganning o'zi shu. Masalan, dunyoning yerimini suv esib ketgan taqdirda butun dunyoni suv esib ketdi deyishki bo'lmaydi-da. Hozir masalan, nima Amerika, Osiyo qit'asini tamoman suv esib ketsa, butun dunyoni suv esib ketdi deyamaymiz yani. Nima qilsa Afrika, o nima okeaniya bor misolda. Xudo qo'ygandan keyin yana o'zi shu bizniki nazarimizda dunyoni suv esib ketdi deb biz yomon ko'pdir deganimiz bilan uni amaliyotga bunday tatbiqlab kelgan vaqtda u dunyo emas. Masalan, muqtasini suv esib ketgan bo'lsa, yo'qolib ketgan bo'lsa, shu bir qita. U yerdagi yo'qolib ketgan yer, suv esib ketgan yer shu bir qita. Ammo boshqa yer yo'qsa, butun dunyo suv esib ketmagan shu vaqtning o'zida. Butun dunyoni suv esib ketish uchun butun dunyoni cho'kirib ketganda suv bo'lish kerak u yerda. Dunyoning ichida zaten suvning turadigan yer aniq turadi, zaten quruqlikning necha nima unda töven turadigan narsa u qanday qilib hamma yerga nim qilsa endi tarixiy yoki ekologiyalik izlanishlarning natijasi bunun aloqador nimalarni men ko'rib boqmadim, lekin to'pon balasi aloqador izohatlarda tushuntirishlarda
osmondan yomg'irning yog'dirilganligi, zamindan suvning toshqanligi, ikki suvning giralishib ketganligi haqida ashta bayanlar borda, ya'ni suv kirish orliq bo'shliq qolmagan darajada ifodalaydiganlar bor ba'zi maddah insonlarning tushuntirishlarida. Lekin nima bo'lsa buningda mandaq tutmaydigan bir yeri bo'lib qoldi ekan. Biri agar Nuh alayhissalomning kiyimisiga chiqib olgandan boshqa insijin yoki ucharqunat jonivorlar qolmadi degan taqdirda shuni chiqib olgan 70-80 odamdan keyin dunyo taralganlarning, ya'ni shularning avlodlari bo'lib chiqamiz ekan. Agar ashta bo'lib qolsa. Undan keyin u yana aqlga sig'maydigan yana yeri bor. U nima desa, butun dunyodagi jonliqlarning hammasini bir juftni evoldi deb qildi. O kichkina kemiga butun dunyodagi jonliqning hammasini bir juftni olsa nariga botadi u. U hozirda bir cho'ng bir avayomat bo'lmasa u. Bu hech bir aqlga sig'maydi. Dunyo degan necha ming yoki necha yuz ming yoki million turli jonliqlar bor misol. Uning har birisining bir juftni evolgan vaqtida hammasi bir juftni Nuh alayhissalom qishiga kelganmish. U Afrikadan, Amerikadan qanday kelib bo'ldi uni eslagan? Butunlay unaqa mantiqsiz gaplardi. Evolgan bo'lsa shu yerdagi narsalarning o'zini bizga kerak bo'lib qoladi deb o'ziniki keminiki bo'sh yerlar bo'lsa, ko'la, qo'y narsalarni besib olganda shu boshqa bir ish yo'q u yerda. Endi onun qaysi darajada bo'lganligini bilmekmi biraz biz uchun to'liq bu shaklda bo'lgan degan bir materialmi yo'q. Bu yerda muhimi nima deyilsa, bu yerda Allohninki itoatidan chiqqan qavmlarning dunyoda har xil baloy musibatlar bilan yo'qtilganligi ishora qilinganda, shuningdan bir misol ham desatdan yo'qtilganligi yo'q u yerda. Yo'qolganligi deslar. Yo'qolganligi. U yerga narsa nima desa, Nuh alayhissalomga misol, sen kimyosig'in, suv esib andaq degan vaqtda Nuh alayhissalom Allohning so'ziga kirib kimyosini shundaqmi ya? Millatlar hammasi shu gap kirib kimyosi qutulib qolgan gap. U yerda Alloh yo'qotmadi, o'zi kimyosi yo'qolib ketmaydi. Nega bordi o insonlar? Misol hozirgi vaqtda yer tevrisa, masalan Turkiyada o'tgan yilmi onlar qism yer tevirgan vaqtda nurg'un 50-60 ming odam o'lib ketdi aytdi. 50-60 ming odam o'lib ketgan bo'lsa, uni Alloh o'ltiradimi? Allohning nima ishi bor u haqida? U o'yini yer tevrash chizig'ida sanmagandan keyin yer tevrab anda besib o'ldigan gap odam. Mesela Yaponiyada 7-8 bal yer tevrisi adam ölmeydi ne acaba? Uy düşüp ketmeydi ki. Demek u yerdeki narsa nima desa Qur'onda bor. Femen ya'mal misqal zarratin xayran yara ve men ya'mal misqal zarratin sharran yara. Kim ishini zarrachilik yaxshi qilsa, uning netinchini ko'radi. Kim ishini zarrachilik yomon qilsa, ya nachar qilib qo'ysa, uniki o'z jazosini, ya'ni uniki nemisini ko'radi, jazosini ko'radi degan gap. Uni yomonligini ko'radi degan gap. Demek ki öyle zerreçilik yaxşı kıtsasan, bir tal tümün artık kadısan onunla, o öyle şunun layık sana özü neyim berdi o. Huzur nemelki, yiyette örgen çekdi mi, şunu çizaygan bolduğun gep. O yani özü nemelki, yiyette örgen çekdi, kançılık, özü kançılık midraydı, onun kançılık tümük etti o, aşı nemelki, hazırki vaqtda olimlar onu biladi o, yer tevrashkenin bulduğun adamlar. O öğünü sağa vaqtda aşının hemmesi rayı qilib sağsa, öğünün özü 7-8 bal, 10 bal yer tevrisi mi? Bu yerde hiç qanday qilmaydi. Tarix o'tgan nurg'ulg'an millatlarni Alloh taolo bayon qildi. Biz ashni halok qildik deb. Uni Alloh taolo o'zi kirib bevosita halok qilgan ish yo'q. Alloh taoloning qonuniyati bo'yicha. Misolda bir odam daryo dengizning bo'yida bo'lgan bo'lsa, u dengizda 5 yıl, 10 yılda bir qatim su, vala qıtaş, biyimit yer besib ketgan anda iş olsa, sen onunla layık iş görürsen, iş görgen vaqtda sen özeni qutqazgan bolsa. Eğer sen onunla layık iş görmey, onundaki o veyran ketsen, o vaqtda veyran bolganligini Allah atıp qo'yish o butunlay xato. Şoňa dunyodagi ishniki, ya'ni insonlarning halok bo'lishining hammasi nimasi? İnsan o'zini halok qildi. Alloh taolo shuning qarta siz tadbir qo'llaninglar, chora ko'ringlar deyildi Qur'on.
Bu taqdir aloqador bir programma qilingan bo'lib da qilinmadi. Taqdir haqida tushunchaga bir dars qilamiz deb. Bu yerdanki nimadan biroz to'xtalib o'tib ketdilar. Hozir yana kirdik bunga. Ya'ni Alloh bo'layotgan har bir voqea hodisalarga bevosita qo'l tiqib, davomli unga nazorat qilib, o'zgarishilib bordigandek tuyg'u berib qo'ydi ekan insonlarning tushunchasida. Amaliyot shu kun fayakundan keyin zaten hamma narsa belgilanib bo'lgan ekanda, Elbette, elbette. bütün qonuniyatlar belgilanib, shu 6 kunda yaratilgan dunyoninki tartiblari hamma narsa shuning ichiga bir sistem qurildi. O sistem shu ichidan yangilanib turadigan, ko'nsi o'lab turadigan, yangi paydo bo'lib turadigan, o'lakdan tirik, tirikdan o'lak chiqadigan. Yani insan tasavvur qilsa, alemde qandaq bir hareket energiya bo'ladi ekan yoki bir ishlar yuz berdi ekan, shularning hammasi ash sistemda kodlanib bo'lgan ekanda. To'g'ri. Bu shunday bir ishga asli bu. Bu shunga sabab qonuniyatiga bo'ysunish va uningga uyg'un harakat qilishni uningga odat qilmay biz ko'pincha shu xato tavakkul qarg'ularcha. Andan keyin aşağılık ham tema bilan yaşap şuna künep qolgan ekanmiz. Şu hozirga qadar aynan shu Mehdi kelgan zamon qutulamiz. İsa alayhissalom tushganda qutulamiz deb shundan kelib o'tiradimizda. Elbette. Şu taqdir haqida burun bir to'xtalgan bo'ldik, ammo u to'liq bo'lmadi. Çünkü bir qism yerlarga insonlar unda o'ng'ay qabul qilolmagandan keyin qayta deyish to'g'ri kelib to'liqlab. Mau Peygamber alayhisalom haqidami hamda dunyoga, butun dunyoga qiyomat qoyim bo'lishini payg'ambar deb, yo'q kishiga itoat qilamiz deb bu yerda jafo tortib ketishga hojat yo'q. Ya'ni Alloh payg'ambarga itoat qilinglar degandan qiyomat qoyim bo'lguncha uni itoat qilinglar degan bo'lmaydi u yerda narsa. Yani muş aldıda şu vakit sahabenin aldıda Peygamber Aleyhisselam batı aş peygamberge size itaat kılan diyen gap. O ölüp ketken geçiyor. Aqıp durdu aş ayetniki ve ulul emri minkum de. İş egisi yani Peygamber Aleyhisselam'ın işini kuluk ağan. Ebu Bekir aldığım katimde Peygamber Aleyhisselam vefat olgan dikillah. O Ebu Bekir'e itaat kıldı. Aşağı sahabenin özü. Doktor biz o Muhammed itaat kılgan tutsak biz nimde sana itaat kıldık demedi aşağıda. Demey Ebu Bekir saylandı. Ebu Bekir'e itaat kıldı. O Ebu Bekir ölüp ketkendan keyin Ömer saylandı, Ömer itaat qildi. Ayndaq ketaverdi zanjirsimon bo'lib. Bu yer nima degan vaqtda shu Qur'oni Karimni ijro qilgan bir ijroatchi chiqdimi, huquqni oldi. İnsanlar shuni itoat qilgan gap. Xuddi hozirgi vaqtdagi bir prezidentga o'xshash misolda. Mustafa Kemal o'z vaqtida Turkiyani qurib chiqib, uning loyiq tuzumning o'zini nima qildi? Loyiq tuzumning ustiga Turkiyani qurdi. Onu birinchi ijro qilgan odam Mustafa Kemal oldu. Ondan keyin İsmet İnönü o'tirg'i chiqdi. Xalq o İsmet İnönü'ge bo'ysundi. İsmet İnönü shu tuzumni o'zi yana Mustafa Kemalning o'rnida ijro qildi. Hozir Tayyip Erdo'g'an ijro qilyapti. Xalq uniga itoat qiladi. Ashtaq bir narsa bu. Yani qonun va tuzum davomlashadi. O odam shu zamandagi ahvol qarta o tuzumni ijro qiladi. Ammo uning ijroati o şu zamanda şundak ilgar bo'lgan bo'lsa, ama hozirgi zamanda şundak ilgar deyish xato misolda. Misol buni shu Churchillning o'zi shu Angliyada 45-yillik urushda Churchill o'zi nima bosh ministr bo'lib o'shada nima qilganki. Urush tugagandan keyin saylandı o odam chiqib ketib, shuni bilan nima qildi? Keyin bir 2-3 odam o'tgandan keyin ya bir 2 odam o'tib bo'lgandan keyin 10-15 yil o'tgan vaqtda Churchill o'z vaqtida shu Angliyani qutib qolgan deb iqtisodga bek o'rgib ketmagandan keyin qayta Churchillning o'zini saylaydi. Saylagan vaqt Churchill davlatni tuzuk boshqara olmagan gap aytdi. Nima qilsa o kalla 15 yil burun davlatni boshqargan bilan 15 yil keyingi zamon aniq o'xshamaydigan gap. Shunga Yevropadagi eng go'zal ish nima degan vaqtda, masalan biz shu Angliyaga kelgan vaqtda Cameron degan bosh ministr shu odamki Muhakkak bir ikisi de Yavrupa İttifakı'nın tüketkenliğin adam ne dedi?
Men Avrupa İttifakı'yla tuğa vaqtda Angliyani başkura algan deydi. Hem hazır men onun ödüsünü çıkanmayma, bunu ödüsünü çıkırgan bir adam kelsin dep istifa verip çıkıp ketdi adam. Xuddi shunga o'xshab bir ish u. Balki bir zamanda davlatni Yamanbek boshqarayotgan bir odam bo'lsa, u yana 20 yil o'tgandan keyin bu yana alomat boshqaryotadi deyish xato. U nima desa, shu vaqtda shunday yaxshi boshqargan. Xuddi shunga o'xshash bir odam o'tgan zamonda Yamanbek katta olim bo'lgan bo'lsa, u qiyomat qoyim bo'lg'ach katta olim, qiyomat qoyim bo'lg'ach hamma narsani bildi deb qarash xato. Shu o'z zamonasidagi olim. Ama keyingi zamanda uni o'zi olim keyingi zamandagi narsalarni biladi deb unda qarash u xato. Shuning uchun u yerda siyosatmi her zamanda shu zamoniga loyiq holatda siyosat qilinadigan gap. Keyin zamon o'zgargan vaqtida u dushman almashib turdi, strategiya almashib turdi. İqtisod o'zi bir zamanda boyib qoldi davlat, bir zamanda kambag'al bo'lib qoldi. Shu ahvol qarta o'zi siyosat mangadigan gap. Şoňalky bir bay zamanda siyaset kılan adamny kembagal zaman kelgen çagda ýani sen siyaset kıldıysa o kılamaydy o. Şoňalky ma Ýewropanyky gaýrysy nime dese 4 ýyldan keyin düşüp ketýän gep. Ötüp gäs işki saýlamdan keyin düşüp ketdi. Bu ýerdäki adamyň özüni bildi. Men many kıla algan, şonu men kıla alaytdym. Endi men ma iş geldi, bunu men kılanmaýmän dep özüni bilip düşüp ketdi. Biziň adamlar oşanda bir çıkyp aldymy, düşmeýän onda iş ýok. Müslümanlığın hemmesi zaten açlıklı hazır kılıyor. Şuna alqı Peygamber Aleyhisselam şu zamandaki en ilgar şundak bir adamdı. Onu hem adam itiraf kılıyordu, bizim itiraf kılımız. O Peygamber Allah'ınki. Lakin o Peygamber Aleyhisselam'ın o vaktiki bilim seviyesinin özü kıyamet kaim boğuşluk hem nesini bilip ketken dep mandak adette itikat kılış. O Peygamber Aleyhisselam şu diyen gepler kıyamet kaim boğuşluk özü hem işini hal kılıyordu dep karaş o fitilay hata. Şoňa o Qur'an-ı Kerimde hamma narsa hüküm çıkırıp bermey, prensip koyup bergen. Şu prensip asasen özlerli kanun çıkaranı dep özü kanun çıkarış hukukunu insanlığa bergen. Şoňa biz peygamberni kıyamet kaim boğuşluk onu peygamberligini itiraf kılymyz. Ama kıyamet kaim boğuşluk peygamberlik kılıdı dep düşünüş. Onu ki onun karta yazılgan rivayetinde kıyamet kaim boğuşluk bu din dep düşünüş bu butunlay hata değil. Endi Kur'an-ı Kerim'de ki Kur'an'daki düşündürüşlerden menbelerinden köge vaktimizde Allah'ın epi kılmadığın en çok günahlar katardaki birisi şirik hem de. Şirikten Allah'a hiç epi kılmadığın değil. Şiriknin ki alametleri veya ki ifadeler hakkındaki meyallarına nazar sağa vaktimizde şirik Allah'ın tevhidige halap boğan yani onundan çıkıp ketken mezmunlarını öz içine alıdı da medet istianet, dua ya ki deyimiz onundan şefaat talep kılış, riya kılış, ya ki onun köz katarlık nurgun mezmunlarını öz içine alıdı. Ama hemisi şirkin kategorisi girdi. Endi Peygamber Aleyhisselam ölüp ketdi dep 632'de. 632 yıl ölüp ketken. 632 yıl ölüp ketdi deyilgen bir zat. Hazır kadar namazlarımızda salam verimiz. Mesela. Medine Münevver'e vaktimiz Peygamber Aleyhisselam'ın mescide girip mescidinki ma'lum belgenge yeri kelgen çağda aşağı qarab salam bersen sana cevap kıldı deydi o. Yani bu konu önemli düşüncelerde Peygamber Aleyhisselam hala yani hayat içimizde de bak. Doğru. Badekte muamele kılımız yani. Bunda da ülep kettim o ya zaten bağım. Digiz gibi de adamın. Uskalları bağdı lakin o hem şu vakti ölüp ketken de hem de onu bir kulun hepsini zayikatul mevt diye ayet var mesela erkanda canlık ölüdü diyen gep. O erkanda canlık ölüdü diyen o peygamberden bir canlıkla birisi. Bunda hani onun ölüp ketkenligi enek. Onu ölüp ketip itiraf kılış hiç kanda özü bir emniyet uygun bir itiraf oldu. Ama onu o kavrisi kaşık varsa selamun aleyküm desek ve aleyküm selam deydi deyişinin özü bu hata bir narsa o.
O ölüp ketken adamga salam kılın degan bir narsa yok Kur'an'da. O salam degan nima? Atrofimizdagi odamlar qilgan gap. Ölüp ketken adamga nima deb salam qilamiz misol? Şu teşebbütteki salamlamak varsa şu Peygamber Aleyhisselam nimege Miraç vakasida Miraç çıkan çağdı dedi de Allah'ın dergahı çıkarsa Allah Teala açtı diye Allah salam kılgan kişiye biz salam kılmadık dedi. Nimeleri var da hem de recileri. Hem de o aşında hem de şu Hudamı onu hürmet kılad hem de dep şu şundaq kötürüp Hudanın mı töpsüge çıkartaydı asli aşağıdaki açık koyduk hem de. Öyleki Ma bu öylerimiz tizip algan nersiga qarsak mı bir tarafta Allah bir tarafta Muhammed yapma. Açta neslerdi bade. doğru. Mescitlerimiz dikkat kılgan vaktimizde mı bir tarafta Allah bir tarafta Muhammed yapma. Hat. Şu Ve hatta bazılarınınki de töt halit ve çağrıyalarına sınırı koşup gidiyor. O Ebu Bekir Umar'ın tarafta ki Hasan Hüseyin'in tarafta yazıvardı o mescidine Türkiye'ye varsa. Mayadma London'da bir mescidimiz var. O şu Pakistanlık Araplarımızın kıldıgan. Bir tal ya Allah ya Muhammed diye hat yok. Mihrabın etrafında hiç kadar bir yerinde hat yok. Bu mescid bir 10-15 bin adam namazı kılgan şunda çoğun mescid. 3 qavat bir yer, bazı yer 2 qavat. Şundak çoğun mescid. Onun içinde bazı öyleri var. Aşağılıkı Yahudiler ya Hristiyanlık gibi kalsa o yığın tolu buldu. Aşılarının ibadet kıldığı ibadet halları var aşının içinde. Hem adam kirip özünün ibadetini kılalaygan manda haletde. Resmi İslami mescid ağır. Müslüman degan anda oluş gerek. Hem adamdaki dini itikadını hürmet kılalaydigan. Mandaq buluş gerek. O vaqtda o sana bir adam hürmet kıldı degan gap. İşte o desek geçecek. Xulaslab etqan vaqtimizda alemlerge rahmet kılıngan narsa ölmeydigan narsa, o kıyamet kadar devam kıldigan narsa, bütün alemni kaplaydigan narsa oluş gerek de. Şuna bu hususiyetle Peygamber Aleyhisselam'da bir insanlık ulaşıptı, ölüp ketken birisi ulaşıptı, onun da yok. Bu süpet fakat hazır bizim kolumuzda bak, Kur'an'da bak. Diyen hulasıga kelish bir akalli bir ricam, bir insanın tefekkürü bir yani makul bir nimemde. Yani Kur'an özünün bütün süpetleri bilen, hikmetleri bilen işideki mezmun, pasahat, balagatları bilen aldığımız turuptu. Bunu inkar kılalaydıganlarını hazır körep bakmadık ve başka okşun yazarlıqlarını körep bakmadık. Şuna Kur'an'da biz yani şeksiz Allah tarafından kelgen vahiy muşşu ahirki ketim kelgen vahiy muşşu deb işengenligimizden şunu menba qilish yo'lini tanlagan boldik. Hazır kadar bizler kılıvatkan yani ba'zan bir töhmetler yoki suvaqlardan birisi bu peygamberin inkar kıldığı degan darajaga olib bordi da. Nauzubillah biz o inkar kılmadık belki bütün peygamberlerini peygamberimiz de bildi biz Allah'ımızın devayetini dilinde bilip gittiler. Hatta bazen töhmetçilerinki sizler şu nimaga o'xshaysizlar Peygamber Aleyhisselam'a mesxara qilib resim chizgan, kitap yozgan kishilarga o'xshaysizlar deganlarmi bo'ldi. Yani Allah aramızda en yaxshi adil hükümü çıkarıcıdır. Peygamber Aleyhisselam nima kıldı degan savolga bizim programımızda Peygamber Aleyhisselam Kur'an'ı icra kılgan idi degan bir cümleni qilgandik. Şununla qaysak biz şu Kur'an'ı icra qilsak Peygamber Aleyhisselam qilgan bo'lmas. Elbette. Degan narsani degan fikrni ilgari surgan edik. Bugünkü program münasebetiyle yani bunu bir esletme olsun dedim. Aldığımız programda inşallah tekrar yani görüşüp durumuz. Başka sualla bir biraderimiz yani sual soraptı. Peygamber Aleyhisselam'ın Muhammed Aleyhisselam'ın ahirki peygamber ekanligidan biz onun kıyamet qayım bolguncha peygamberimiz deb tushunishimiz xato olamdı deb sual sorap qopti yana. Yani peygamber kelmeydigan bolğaçqa deb. Peygamber ekanligi işinimiz. Onunki hiç kadar şüphe yok.
Ama onu kıyamet qaim bo'lg'ich payg'ambarlik qilayotganligi ishinish bir ahmoqona bir ish. U qanday degan vaqtida zaten hozir payg'ambar alayhisalom degan payg'ambarlik qilayotgan bir ish yo'q-ku. 1400 yil bo'ldi payg'ambar alayhisalom o'lib ketgani, o'lib ketgan deb qanday payg'ambarlik qildi. Demak, bu yerdagi narsa nima desa? Qur'on. Ya'ni boy deganga o'xshash biz o'zi payg'ambarga tushgan Qur'onga ergishimiz, shu vaqtda payg'ambar ergashgan narsaga ergashgan bo'lamiz. Yani jig'ib aytgan vaqtida. Ashta qilsak payg'ambar mangan yo'lda mangan bo'lamiz yani. Yani Qur'oni Karimda payg'ambar mangan yo'lda menglar degan bir ibora yo'q. Chunki payg'ambar mangan yo'lda menglar deganning o'zi desa u vaqtda xato bo'ladi-da. Chunki payg'ambarning o'zimi nurg'un xato ishlarni qilgan. Qur'oni Karimda uning uchun u payg'ambarlar tanqidlangan. Misal abasa va tavallo an ja'ahul a'ma degan oyatning o'zi payg'ambar alayhisalom tanqidlagan oyat. Vastagfirhu innahu kana tawwaba degan oyatning o'zimcha payg'ambar alayhisalom tanqidlagan oyat. Demak, mushuna tanqidlanganning o'zi nima desa, u payg'ambar shu yerda xatolashgan yeri va uning uchun Alloh taolo tanqidlagan degan gap. Agar Alloh taolo u yerda payg'ambarga ergishinglar, ya'ni payg'ambar nima qilgan bo'lsa, shuni o'zi qiling degan bo'lsa, u vaqtda payg'ambar qilgan xatoni qilsanglar bo'laveradi degan ma'no chiqadi. Ya'ni tuzitish berishning hojati yo'q-da. Ha. Uning uchun u yerda Alloh taolo Alloh tushirgan narsaga payg'ambarni nima dedi? Men tushirgan narsaga ergashdi payg'ambarni. Bizga mi desa, sizlar shu nimaga Qur'onga ergishinglar dedi. Ya'ni Qur'onda uch qashqar oyat bor. Hammani o'zi ittabiu degan shu oyatning o'zida siz hammani shu Qur'oni Karimga ergishinglar deydi. Bu nima degan bo'ldi degan vaqtida payg'ambarni Qur'onga ergashgan. Qur'onga ergashsanglar xatolashmaysizlar. Agar o'zi Musa alayhisalom misol xatolik o'tkazgan turda va Qur'oni Karim shuni hikoyasi berpa inisining o'zini Harun alayhisalom soqolini so'rab ketgan yerlari va misol bir odamni o'ltirib qo'ygan yerlari va ashning hammasini qilindi bu vaqtida. Demak, bu yerdagi narsa nima desa? Payg'ambarga emas, u yerdagi narsa hammasi payg'ambar ergashgan kitobga ergashgan Qur'oni Karim biz hozir vahiyga bo'lsin. Ergashish yani. O'shada biz hozir qadar yana payg'ambar degan so'zni yana odatlanib qolganligimiz tufaylidan tilimizga eshitib kelibman, payg'ambar deb kelyapmiz. Do'stlarim shundoq. Asli payg'ambarning Qur'ondagi atilishi nabiy va rasul ikki xil kalimada atildi ekan. Biz ilgari tarjimasini asos qilganligimiz uchun payg'ambar deb yozilganligi uchun va bizning payg'ambarimiz boshqa payg'ambardan ulug', ya'ni ham nabiy ham rasul deb sifatlagan sifatlar bilan qo'shilib, zaten bir odamdeklam tuyulib, uning boshqa xususiyatlari bilan, ya'ni vazifadagi vaqti bilan insoniy xususiyatga vaqtini ayirib qarayolmaydiganligimiz tufaylidan odatlangan tilimizda payg'ambar deb kelganligimizda bu ishlar yuz beribdi. Aslida rasul, ya'ni rasullik vazifasi bilan kelgan vaqtida uning o'ttirib qo'ygan hamma narsa faqat Alloh tarafdan, ya'ni rasulni avat kishining avat kishi tarafidan avatilganini yetkazdiganligini. Lekin ijro qilinish ya o'zimizning oralarimizda birga yashash jarayonlarida o sizlarga o'xshash yeydigan, ichadigan vaqt kelgan chog'da ajildan o'ladigan odam edi degan iboralarga qaragan vaqtimizda normal bir insonlik sifati bilan aramizda bog'liqi yashaydiganligini, agar yana bir payg'ambar kelsin, shunday payg'ambar bo'ldi ekan-da. Lekin kelmaydiganligini aniq bo'ldi, chunki qiyomat qadar o'zgarmaydigan bir kitobni bizga nozil qilib, shuni bilan dinimizni, ya'ni vahiy ne'matini tamomlaganligini Qur'oni Karimda buni isbotlabdi, ya'ni tushuntirib mo'rni bes bo'libdi. Shuning uchun yana bir payg'ambar, ya'ni bir nabiy keladi deb tushunmaymiz, kelmaydiganligi aniq. Ammo bu yerda boshdan oyoq Alloh shu payg'ambarga bo'ysuninglar, ya'ni Resulullah'a boysunanlar, aşı bütün boysunanlar degan oyatning hammasi qasa ila Resulu deb keldi ekan-da. Ya'ni Resul degan so'z keldi ekan. Nabiy degan so'z kelmaydi ekan. Bütün oyatlarga qarab baxsanglar, boysunishga aloqador kelgan bütün oyatda Resul kalimasi bilan kelgan sifat keldi ekan. Ya'ni vazifador sifat keldi ekan. Şuna şu noktalara dikkat qilgan vaqtimizda bu darslarda bo'layotgan nimani tushunalmaydi qarindoshlar, yana bir eskatma bo'lsin deb qo'ydim.
Ama hazırın bayatını aslında Peygamber İslam degendikin, peygamber degendikin, yana bir aralashib ketadigan bir gap bo'lib qolmaslik uchun yana eskartib qo'ydim. Aldığımız fırsat yana yangi dersler bo'ladi inşallah. Bugungi programmaga do'stimiz Abdulaziz birodarninki kompyuterdan mesele chiqib kirolmabdi. Shunga men saqlab bakıp mecbur kaldım. Müşahede to'xtatadigan bo'ldim programmani boshqasidan toplaydigan so'zlar bo'lmasa. Bo'ldi. Endi qolgani asosan deb bo'ldik. Qolgan savol qolsa, shu nimaning ostiga yozib qo'ysin. Kelar programmada shu savolga javob bersak bo'ldi. Mana bu savolları ve inkasları bilan bizni qo'llagan do'stlarga tekrar rahmat deymiz. Menfaatlar bo'layotgan do'stlarninki o'zilar menfaatlar bo'lib olmay, boshqa do'stlarga tonish bilishlarga menfaatlar qilish uchun ularni yetkazib qo'yishini tavsiya qilamiz do'stlar. Biz bu programni o'tirib qo'ygandan tortib bizga har xil ton pishilyotdi. Programni boshdan oyoq izchil ko'rayotgan do'stlarninki bu naqshliqlarga sukut qilolmay ba'zilari o'tirib saklab chiqib haqiqatning julasini tang yo'rtish uchun maydonga chiqqanligini ko'ryapmiz. Ko'pinchilari beshini ichi tiqib sukut qilyotdi, chunki xalqning bo'ron chapqinlarga qarshi haqiqat maydonida tek turish odatiga biz hozir bo'lmaganligimiz uchun bizni bek az ko'rayotgan do'stlar bo'lishi mumkin. Haqiqat sonda emas. Shunga do'stlar shu programmani boshdan oyoq tavsiya qilamiz yana. Programmada agar xatolik bo'lsa, Qur'oni Karimning va yoki boshqa so'zliklarda mana bu mantiqilik va insonlik sifatida bilan bayon qilish jarayonidagi ba'zan xatoliklar yuz berdi deyilsa, agar shuni tutib ekilib, mana yerim xato bo'ldi deb turib bizga xatolarimizni ko'rsatib bersanglar, xursand bo'lganligimizni tekrar dedik, burun muddat tortib deb kelyapmiz, yana deymiz. Qur'ondan boshqa manba yo'q ekanligini tekrar tavsiya qilyapmiz. Eskartish qilyapmiz, eskartish beryapmiz. Bu so'zimizni oxiriga qadar turimiz inshaalloh. Kelar qatorliq programni ko'rishga sizlarni yana Janob Alloh topshirdi. Ustoz degandek savollaringlar, tavsiyalaringlar, talablaringlar qolib qolsa, albatta videoning inkaslarida yozib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Hamma aylan tang manfaat olamiz. Omon bo'linglar inshaalloh. Kelar soatda ko'rishgacha. Assalomu alaykum. Ustoz omon bo'lsangiz Allohga emanet. Bo'ldi, Alloh.